Assalomu alaykum ustozlar, abituriyent yoshlar. Barchalaringizni bugungi o'zayyanlar geometriya kitobimizdan bo'lib o'tayotgan bepul darslar loyihasida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Darslar demak haftada 6 kun tashkil qilinyapti. Loyihamiz bizda 26 fevraldan boshlab tashkil qilingan. Biz 26 fevraldan toki demak bahorgi attestatsiya milliy sertifikat imtihonlari o'tgunicha demak e, har kun haftada 6 kun demak bir kun dars o'tamiz, bir kun uyga vazifani to'liq tahlilni qilib chiqamiz deganmiz. Hop, bu yerda bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. To'liq tahlil deganda juda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. To'liq 100% 'nta variantni ham tahlili yo'q. Men o'zi shundoq qarab turibman. Uyga vazifa bajarayotgan ustozlarimiz, ishtirokchilarimiz shundoq ham o'zi kerakli ma'lumotni, qiymatli ma'lumotni o'zlari ham ajratib oladilar-da. Ya'ni osonlarga yordam bermasam ham bo'laverarkan. Siz bilan faqatgina nima qilamiz? Qiyinroq savollar ustida ishlaymiz. Hamma tayyor bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz. Jonli efirga kirmagan ustozlarimiz, ishtirokchilarimiz jonli efirga qo'shilishlarini tavsiya qilamiz. Biz boshladik. Hamma tayyor bo'ladigan bo'lsa, demak, bugun xo'p, tahlilni boshlaymiz. To'g'ri burchak, uchburchaklardan boshlab 6-testdan boshlab ko'ramiz. Undan avvalgi chiqmagan savollarni yozganlarni, chiqmaganlarni albatta efir so'ngida tahlilni yozib qo'yamiz. Hop, bizga birinchi savol bo'lyapti. To'g'ri burchakli uchburchakning demak, o'tkir burchagi bittasi 15 gradus bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza qanchaga teng? Bitta burchak 15 gradus bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer 75 gradus bo'ladi. O'tgan galgi olgan nazariyamizda shunaqa ma'lumot bor ediki, gipotenuzaga uchgan balandlik h ga teng bo'lsa va to'g'ri burchakli uchburchakning bir burchagi 15 gradus bo'ladigan bo'lsa, u holatda gipotenuza 4h ga teng deyilgandi. Ya'ni hozir bizda 4 ko'paytiruv 4 16 ga teng bo'lar ekan ustozlar. Ikkinchi savolimiz ham xuddi shu tipda ketyapti. Bu yer 15, bu yer 75, bu yer bu burchagimiz 90 gradus. Demak, men hozir mana buni 4 ga oshiradigan bo'lsam 3x plus 5 chiqar ekan. Ochib chiqamiz. 4x minus 4 barobar 3x plus 5. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, x bizda 9 bo'ladi. Hop, davom etamiz. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti. Demak, bu yer 6, bu yer x bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yerdagi burchagimiz 75 gradus ekan. Biz o'tgan gal o'rgangandikki, demak, to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchakli uchburchakning 15 gradus qarisidagi kateti agar k ga teng bo'ladigan bo'lsa, 75 gradus qarisidagi kateti nima bo'ladi? Bizda hop, demak, k ko'paytiruv 2 plus ildiz 3 ga teng bo'ladi deb o'rgangandik. Hozir ham shunaqa vaziyat. Bu yer 6 bo'ladigan bo'lsa, 75 gradus qarisidagi katetni topishim uchun menda x ni qiymati nima bo'lar ekan? 6 karra 2 plus ildiz 3 ga teng bo'lar ekan. Shunaqa. Hop, keyingisi xuddi shu narsani nazariyani teskarisi endi ustozlar. Qaranglar, hozir bizda bu burchak 75 bo'lsa, demak mana bu yerda ikkinchi burchagimiz bu yer 15 bo'ladi. Endi qaraymiz. X hozir demak 15 gradus qarisidagi katet agar x ga teng bo'ladigan bo'lsa, 75 gradus qarisidagi katet 8 3 plus 16 ga teng bo'ladi. Ya'ni x ni 2 plus 3 ga ko'paytirsamgina mana bu hosil bo'lar ekan. Bundan 8 ni olib chiqsam 2 plus 3 bo'ladi. 2 plus 3larni qisqartiramiz. X 8 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi demak, berilgan ma'lumotlar asosida B burchak qiymati topilsin deyilyapti. Bizda B burchak C burchakdan katta deyilyapti. Qo'llanilayotgan nazariyaga e'tibor bering. Gipotenuzaga tushgan balandlikni 4 ga ko'paytirib gipotenzani topyapmiz. Demak, bizda bir burchak 15 ekan, bir burchak 75 gradus ekan. Endi xulosa qilinglar, qaysi burchak 15, qaysi burchak 75? Hop, mani shaxsiy fikrim, demak, B burchak C dan kattami? Demak, B burchak 75 gradus ekan. Odatda bizda B burchak so'ralyapti-yu. To'g'ri javob 75 ekan. Xo'p, keyingisi berilganlar asosida x so'ralyapti. Biz x ni topishdan avval o'tgan darsdagi, demak, uyga vazifani o'tgan darsdagi xo'p, demak, o'tgan darsdagi ustozlar nima? Nazariyani eslatib o'tamiz. Bir burchagi 22,5 bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchak uchburchakning gipotenuzasiga tushgan balandlik uzunligi agar 2 ildiz 2 ga ko'paysa, gipotenuza uzunligi chiqadi deyilgandi. Ya'ni hozir men x ni topishim uchun
Mana bu tushgan balandligini nima qilaman? 2 ildiz osti 2 ga ko'paytiraman. Javob bizda 8 ildiz ostida 2 ga teng bo'larkan. Keyingisi, berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti. Hozir o'rgangan nazariyamiz. Biz x ni demak 2 ildiz osti 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6 ildiz osti 2 bo'ladi. X ni qiymati bizda 3 bo'ladi. Keyingi ma'lumotimiz berilganlar asosida x topilishi so'ralyapti. Xo'p, bu yer 67,5, bu yer 5 ekan. Biz shunaqa nazariya o'rgangandikki avvalgi darsimizda, agar yodlaringizda bo'lsa, agar bir burchak 22,5 bir burchak 67,5 gradus bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchakli burchakda 22,5 qarshisidagi agar bizda k ga teng bo'ladigan bo'lsa, 67,5 mana 67,5 qarshisidagi nimaga teng deyilyapti? 67,5 qarshisidagisi bizda demak k karra ildiz osti 2 plus 1 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni hozir mana bu yer bizda 22,5 bo'lyapti. 22,5 qarshisidagi 5 bo'lsa, 67,5 qarshisidagi bizda nimaga teng bo'ladi? Demak, 5 karra ildiz osti 2 plus 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti. Yuqoridagi nazariyalarga quloq tutgan holatda bu yer 15 bo'lsa, bu yerni 75 gradus deb olamiz. 15 gradus qarshisidagi katetni biz 2 plus ildiz osti 3 ga ko'paytirsak, demak 10 plus 5 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Bu yerdan x ni qiymati 5 chiqadi. Xo'p, keyingisi. Demak, berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Biz x ni topa olishimiz uchun mana bu yerdan demak bitta balandlik tushirib olamiz do'stlar. Bu yerdan balandlik tushirib oladigan bo'lsak, bu tushirgan balandligimiz xo'p, bu yerda teng tomonli degan jumlaga ham e'tibor beramiz. Bu yer x bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu burchagimiz 60 gradus bo'lyapti. Bu yer 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yer x ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng bo'lyapti. Va shu yerdan biz demak bevosita trigonometriya ilmidan foydalanib deymizmi? Xullas, bizda hozir buni h deylik. Demak, uchburchak BHD uchun demak nima bo'ladi? Uchburchak BHD uchun sinus alfani topyapmiz. Sinus alfa, ya'ni sinus 15 deymiz bu narsani. Sinus 15 sinus 15 gradus barobar x ildiz osti 3 taqsim 2 ni 3 ildiz osti 2 ga nisbati demak bizda sinus 15 ni beradi. Sinus 15 gradusdagi qiymatni topadigan bo'lsak, demak bizda ildiz ostida 3 minus 1 taqsim 2 ildiz osti 2 bo'ladi. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, x ildiz ostida 3 taqsim 6 ildiz osti 2 bo'ladi. Qisqartirib yoradigan bo'lsak, bu yerda 3 qolibdi. Bu bilan buni qisqartirsak, bu ildiz osti 3 bo'ladi. X topadigan bo'lsak, bizda 3 minus ildizdan 3ligi kelib chiqadi. Hop, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida demak x so'ralyapti. Xo'p, biz x ni topib olishimiz uchun demak nima qilamiz? Mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz do'stlar. Bu yerdan bitta perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, bu yer 60 bo'lsa, mana bu yerdan burchagimiz bizda 30 gradus bo'lyapti. Shundan, xo'p, 30 gradus qarshisidagi katet 3 ga teng bo'ladi. 60 gradus qarshisidagi katet demak bizda mana bu yog'i nimaga teng bo'ladi? Xo'p, 3 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Bu yer 15 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer 75 gradus bo'ladi. Shunda bu yog'i bizda demak xo'p, x minus 3 desalar ham bo'ladi. Shundoq hisoblab qo'ysalar ham bo'ladi. Plus x minus 3 ekan. Men x minus 3 ni topishim uchun 15 gradus qarshisidagi 3 ildiz ostida 3 ni 2 plus ildiz osti 3 ga ko'paytiraman. Xo'p, mana shuni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bu yerdan demak x minus 3 barobar 6 ildiz ostida 3 plusdan 9 bo'lar ekan. Va x barobar 6 ildiz ostida 3 plusdan 12 x barobar 6 ni olib chiqib olsak, ildiz ostida 3 plusdan 2 bo'lar ekan. Va keyingisi, hop, berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti ekan. Biz x ni topishimiz uchun mana bu yerga bitta perpendikulyar tushirib olamiz.
Bu perpendikulyar tushirishimiz orqali biz, demak, bu tomoni 4 bo'ladigan bo'lsa, bu yerni 2 ilzosti 2 ekanligini va mana pastni ham 2 ilzosti 2 ekanligini bilishimiz mumkin. Endi bizda hop bu yer 2 ilzosti 2 bo'ladigan bo'lsa, bevosita trigonometriyani qo'llash bo'ladi, ya'ni sinus 15 gradus teng bo'ladi qarisidagi katetni gipotenuzaga nisbati. 2 ildiz ostida 2 ni x ga nisbati bo'ladi. Mana shu narsa barobar ekan. Demak, bizda sinus 15 gradusga. Sinus 15 gradusdagi qiymat ildiz osti 3 minus 1 taqsim 2 ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Hop, mana shu yerdan kelib chiqib, demak, biz hisoblash imkoniyatiga egamiz. Sistemani yechib qo'ysak, x kara ildiz ostida 3 minus 1 barobar 8 bo'lar ekan. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, x barobar 8 taqsim ildiz ostida 3 minus 1. Irratsionallikdan qutqarsak 8 kara ildiz ostida 3 plus 1 taqsim 2 bo'lar ekan. Va bu demak bizga 4 kara 1 plus ildiz osti 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz berilganlar asosida x ni toping deyilyapti. Biz x topishimiz uchun nima qilamiz? Mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz. Bu perpendikulyar tushirgan vaqtimiz, demak, uchburchak ABS teng yonli ekanligini bilamiz. Teng yonli. Teng yonli bo'lgandan keyin mana bu yoq 4 bo'lsa, bizda mana bu yog'i ham 4 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, bundan qaraymiz. Tushgan nuqta xo'p qandaydir bir h bo'ladigan bo'lsa, h dan d gacha bo'lgan mana bu masofamiz 6 bo'ladi. Va mana bu yog'i ham 6 bo'lar ekan ustozlar. Xo'p, demak, biz ABH uchun bu yog'i 6, bu yog'i 4 bo'ladigan bo'lsa, topa olamiz. X kvadrat bizda 36 plus 16 52 bo'ladi va undan ildiz oladigan bo'lsak, 2 ildiz osti 13 ga teng bo'ladi. Keyingi ma'lumotimiz ham demak yuqoridagi masalaga o'xshab ketadi. Uchburchak ABC teng yonli ekanligini inobatga olinglar. Bu teng yonliligini bilsangiz, qolgan ma'lumotlar o'z-o'zidan chiqaveradi. Mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz ustozlar. Bu yerdan tushirgan perpendikulyarimiz asos 10 bo'ladigan bo'lsa, 5 5 bo'lgan qismlarga ajratadi. Hozir endi bizda mana tushgan balandlik nuqtasi h bo'ladigan bo'lsa, BH 5 da. Demak, h da 2 bo'lar ekan. Hop, bu tomon demak bizda 12 ga teng bo'lyapti. Va bu yerdan men nima qilaman? X ni topa olishim kerak bo'lar ekan. X ni topa olishim uchun demak, hop, 12 ni kvadratga oshiraman, bu yerdan 2 ni kvadratga oshiraman va undan ildiz olar ekanman. Ildiz ostida 148 ga teng bo'ladi. Ildiz ostida 148 dan 4 ni umumiy ko'paytiruvchi qilib olib chiqadigan bo'lsak, 2 ildiz ostida 37 ga teng bo'ladi. Xo'p, va keyingisi berilgan ma'lumot asosida x so'ralyapti. Yuqoridagi demak nazariyaga to'laqonlik mos tushar ekan. Mana shu yerdan bitta perpendikulyar olib yuboradigan bo'lsak ustozlar, bu yer jami bo'lib bizda 12 bo'lyapti. B dan C gacha bo'lgan masofa. Bu holatda menga BH ni topish imkoniyati mavjud yoki HC ni topish imkoniyati mavjud. Bu bizga 6 ga teng bo'lar ekan. Bu yoq 6 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer 4 bo'lyapti. Xo'p, endi bitta narsa e'tibor beramiz. Hozir biz AH ni topish imkoniyatiga egamizmi? Albatta. Faqat bitta qoidani bilan takrorlab o'taylik. Hop, bizda o'tgan gal Pifagor doimiylarda shunaqa qiymatlar bor edi. Agar bitta katet k bo'lsa, bitta katet 2k bo'lsa, gipotenuza ildiz osti 5k bo'ladi degan ma'lumot bor edi. Hozir mana shu yerda 3 ildiz osti 5 ga qaranglarchi. Mana shu ildiz osti 5 kara k stilga tushadi-da. Ildiz osti 5 kara k. Buchi 6 2 kara k ga mos kelyaptimi? Demak, mana bu yer k ligini avtomatik ravishda o'zi hisoblab, deydi, vaqtdan yutish usullarini shunaqa qilib o'zlaringiz uchun topib olsalaringiz bo'ladi. Oddiy Pifagor qilib topsalaringiz ham muammo yo'q ustozlar. Xullas, mana bu yer 3 bo'lar ekan. X ni qiymatini topadigan bo'lsak, x bizda 5 bo'lar ekan. Xo'p, oxirgi savolimizda demak x so'ralyapti. Biz x topa olishimiz uchun mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz. Bu tushirgan perpendikulyarımizga yaxshilab e'tibor bersak, mana bu yer 30 gradus ekan. Bu yer 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak tushirgan perpendikularim 5 ga teng bo'ladi. Bu yer 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, DS 6 deyilyapti. Bizda uchburchak ADS teng yonli ekan. Demak, bu yog'i 3 bo'lsa, bizda bu yog'i ham 3 bo'lar ekan. Va shundan xulosa qilamizki, B dan mana bu h gacha bo'lgan masofa mana bu yoq x plus 3 bo'ladi.
x plus 3 bizda 5 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. X topadigan bo'lsak, 5 ildiz ostida 3 minusdan 3 bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Bizda mana shu demak Y javobimiz o'rinli bo'lar ekan. Demak, sizlar bilan hozir birinchi bo'lib 6-test tahlilini ko'rib chiqdik. Demak, 6-variant hammaga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, biz 7-test tahlilini ko'rishni boshlaymiz. Hozir bizda berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti. Bu yer 3, bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, bizda demak bu yer 5 ga teng bo'lar ekan. Bu yer 5, bu yer 5 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 5 ildiz osti 2 da teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz boyagi ishlagan masalamizga o'xshab ketar ekan. Bitta balandlik tushirib oladigan bo'lsak, bu yerda 6 qolyapti, bu tomonga ham 6 qolishi kerak, mana bu yerga 4 qoladi. Shunda men balandlikni h deb oladigan bo'lsam, 3 ildiz osti 5 kvadratga oshirsam 45. 45 teng bo'ladi h kvadrat. Xo'p, h kvadrat plyusdan 36 bo'lyapti. Men bu yerdan h topib olsam, h 3 ekan. O'sha boyagi doimiylikka qo'ysalaringiz ham bo'ladi. X ning qiymati demak bizda 5 ga teng bo'lar ekan. Hop, keyingisi berilganlar asosida x so'ralyapti. Biz x topib olishimiz uchun demak mana shu yerdan bitta balandlik tushirib olamiz. Bu balandlik tushirib oladigan bo'lsak, demak bizda bu yer 4 bo'lar ekan, bu yer 4 ga teng bo'lar ekan. Bu holatda 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Demak bizda x qanchaga teng? 8 ga teng. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida AC so'ralyapti. Biz AC ni topishimiz uchun demak e'tibor beramiz. Hozir trigonometriya elementlarini bilishimiz ham biz uchun muhim hisoblanadi. Yana o'zingiz ham bir ahamiyat berib ko'ring. Bu yer 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer 60 gradus bo'lar ekan. Xo'p, 60 gradus qarshisidagi katet 2 ildiz osti 3 bo'ladigan bo'lsa, 30 gradus qarshisidagi 2 bo'ladi. Mana bu tomon demak bizga 4 ga teng bo'lar ekan. Endi e'tibor beringlar. Bu yer 60. Xo'p, uchburchak ABS katta uchburchak uchun. Bitta burchak 60, bu yer 90 bo'ladigan bo'lsa, ustozlar. Mana bu yer 90 bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni bizga 30 gradus beradi. Xo'p, demak 30 gradus qarshisidagi katet 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 60 gradus qarshisidagi katet katta uchburchak uchun AC 6 ildiz osti 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Demak, bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz. Xo'p, buni eng qizig'i sizlar bilan boshqacha usulda ham ishlasak bo'lar ekan. Xohlasangiz usul bilan, xohlasangiz bu usul bilan ishlab beramiz. Ikkita usulda ham javob bir xil chiqadi. Hozir demak qaraymiz. Mana bu yer bizda h ga teng bo'ladigan bo'lsa, h ning qiymati demak bitta perpendikulyar tushiraylik. Xo'p. h bo'ladigan bo'lsa, demak bizda h ning qiymati mana bu yer x taqsim ildiz osti 2 ga teng bo'lyapti. Trigonometriyani qo'llaymiz. Trigonometriya nuqtai nazaridan biz nima deya olamiz? AHC uchburchagimiz uchun. AHC. Xo'p. Mana bu yer bizda 15 gradus ekan. Mana bu yer 90 gradus ekan ustozlar. Xo'p, shundan kelib chiqib mana bu yerda x taqsim ildiz osti 2 ga teng berganmiz. Bu yerdan demak 4 deb oladigan bo'lsak, sinusni qo'llaymiz. Sinus 15 gradus teng bo'ladi. X taqsim 4 ildiz osti 2 bo'ladi. Bu narsa sinus 15 gradusda ildiz osti 3 minus 1 taqsim 2 ildiz osti 2 bo'ladigan bo'lsa, x topib qo'yasizlar ustozlar. 4 ildiz osti 2 bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa, x ning qiymati 2 karra ildiz ostida 3 minusdan 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Hozir e'tibor beringlar. Uchburchaklar tengligining hop demak TBT alomatiga ko'ra yoki nima deymiz, to'g'ri uchburchakni o'zini aytib qo'ysak ham bo'ladi. Gipotenuza katet formulasi, gipotenuza katet tengligiga ko'ra hozir biz bemalol mana shu uchburchaklarga xulosa qilib olaylik, qaranglar.
Mana bu AC bizda misol uchun aytaylik y ga teng bo'ladigan bo'lsa, bitta katet 6 chiqyapti. Hozir bu yoqqa ham qaraymiz. Mana hozir D y ga teng bo'ladi va bitta katet mana ko'rib turganlaringizdek mana bu ham 6 ga teng. Demak, men ayta olaman. Uchburchak ABS teng bo'larkan uchburchak DS ga. ABS DS ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana qaranglar. Bu yog'i 6 bo'lsa, bu yog'i y bo'lyaptimi? Xuddi shunaqa vaziyat. Demak, bu yog'i 6 bo'lsa, bu yog'i y bo'lyapti. U holatda ABS ni yonbosh tomoni qancha? Mana bu e, alfa burchakka yopishgan tomon deymiz. 2 + 6 8 bo'ldimi? Bu yerda ham xuddi shunaqa holat kuzatiladi. Mana pastdan bizda demak 8 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Bizda demak to'g'riburchak uchburchakda gipotenuzaga tushgan balandlik gipotenzadagi freksiyalar ko'paytmasining arifmetik kvadrat ildiziga teng degan qoida bor ekan. Misol uchun mana bu yerni men y deb oladigan bo'lsam, mana bu yerni men y deb oladigan bo'lsam, demak y ni 2 ga ko'paytirsam 4 ni kvadratga teng bo'ladi. Y topsak, y bizga 8 bo'lar ekan. Y 8 bo'ladigan, bu yoq 8, bu yoq 4 bo'ladigan bo'lsa, x qiymatini topadigan bo'lsa, x bizda 4/5 bo'ladi. Hop, keyingisi berilgan ma'lumot asosida x topilishi so'ralyapti. Berilgan ma'lumot asosida x topilishi uchun bitta nozik jihat bor. Bu yerda uchburchak BDS, ya'ni mana bu. Uchburchak BDS bu teng yonli bo'lyapti. Ya'ni mana bu yoqqa teng bo'lyapti. Bular teng bo'ladigan bo'lsa, demak biz C dan tushgan balandlikni mana bu yerda o'rtasiga tushtiramiz. Endi chizma o'xshamaydi, biroz o'xshatilmagan holatda chizilganda chunki. Hop, bu holatda tushgan joyini bir h bilan belgilasak, bu yoq 3 qolyapti, bu yoq 3 qolyapti. Tushgan balandlikni o'zi qanchaga teng? Tushgan balandlikni o'zi 4 ga teng bo'ladi. Bu yoq 4 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yoq 4 bo'ladigan bo'lsa, AS so'ralyapti. 4 ga 4 bo'lgan teng yonli to'g'riburchakli uchburchak. Katetlar 4 4. Shunda x topadigan bo'lsak, x ning qiymati bizga nima bo'ladi? 4/2 ga teng bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi masalamizda berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Biz x ni topadigan bo'lsak, mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz. Perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, demak bizda bu yer B dan H gacha bo'lgan masofa mana bu 2 bo'lar ekan. Mana bu 2/3 bo'lar ekan. Bu 2/3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu pastki qism bu yog'i 6 qolyapti endi. Savol bo'lyapti, berilgan ma'lumotlar asosida x qanchaga teng bo'lishligini toping deyilyapti. Berilgan ma'lumotlar asosida demak x qanchaga teng bo'lishligini topishimiz uchun xo'p. Demak nima qilamiz ustozlar? Hozir oddiy qoidadan foydalanamiz. 15 gradus qarshisidagi tomon alohida bitta chizib ko'rsataylik. AHC uchun 15 gradus qarshisidagi tomon demak bizda 2/3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 75 gradus qarshisidagi tomon bu yog'i o'shani 2/3 plus 1 ga o'shani 2 plus 2/3 ga ko'payganga teng bo'ladi. Ya'ni x plus 6 ni topmoqchi bo'lsam, men hozir nima qilaman? 2/3 ni 2 plus 2/3 ga ko'paytiraman. Bu yerdan x ning qiymatini topib qo'yamiz. Ochib chiqadigan bo'lsak, x plus 6 barobar 4/3 plusdan 6 bo'lar ekan. X ning qiymati 4/3 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti. Berilgan ma'lumotlar asosida biz x ni topib olishimiz uchun e'tibor beramiz. Bizda hozir AD mana bu kesmamiz, mana bu cheviyanamiz AD nimaga teng? Medianaga teng. Bu mediana bo'ladigan bo'lsa, bu yerlar y dan bo'lar ekan. Demak, bir marta uchburchak ABD uchun sistema tuzamiz va bir marta uchburchak ABS uchun sistema tuzamiz. ABD uchun tuzadigan bo'lsak, x kvadratga y kvadrat qo'shamiz, 13 bo'ladi. ABD uchun tuzadigan bo'lsak, x kvadrat plus
4y kvadrat teng 25 bo'ladi. Mana shundan demak y topishga harakat qilamiz. Keyin u x ham chiqib qoladi xudo xolasa. Yoki to'g'ridan-to'g'ri x topmoqchi bo'lsak, tepani 4 ga ko'paytiramiz. Tepani 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak bizda 4x kvadrat 4y kvadrat teng 52 bo'ladi. X kvadrat plus 4y kvadrat teng 25 bo'lar ekan. Sistemani ayirib yuboramiz do'stlar. Sistema ayriladigan bo'lsa bizda o'sha x kvadrat teng. Xo'p, 27. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, x bizda 3 bo'ladi. Xo'p, keyingisi birozgina yaqinlashtiramiz kadrni, chunki yozuvlar kichik ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, qaraymiz. Bu yer 4, bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, biz ayta olamizki, uchburchak ABS teng yonli. Bu yoq 4, bu yoq 4 bo'ladigan bo'lsa ustozlar, demak, mana bu yerni 4/3 deyishga haqliman. Xo'p, o'z-o'zidan biz mana bu yerni alfa burchak deb oladigan bo'lsak, alfa burchak bizda 30 gradusga teng bo'lishga majbur bo'lar ekan. Alfa burchak 30 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yerdagi burchagimiz qancha bo'ladi? 60 bo'lar ekan. Va mana bu yerdagi burchagimiz 30 bo'ladi mana bu yer. Hop, 60 gradus qarshisidagini bilmadimu, 30 gradus qarshisidagi tomonni y deb man y deb olsam, y ildizosini ko'paytirganimdagina 2/3 kelib chiqadi. Shunaqa qoida bor. Y bizda 2 ga teng bo'lar ekan. Y 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak x ning qiymati bizda qanchaga teng bo'ladi? 4 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi ma'lumotimiz berilganlar asosida, demak, AD topilsin deyilyapti. Xo'p, biz ADni topib olishimiz uchun, demak, ikkita sistema qilib olamiz. Bu yer AD agar y bo'ladigan AB y bo'ladigan bo'lsa, D esa y bo'ladigan bo'lsa, demak, uchburchak ABD uchun Pifagor teoremasi y kvadrat teng bo'ladi x kvadratga 1 ni qo'shishga. Bu tomoni demak 9 ni kvadrati teng deymiz. 3 ni kvadrati teng deymiz. Hop, x kvadrat plus y kvadratiga. Y kvadrat o'rniga x kvadrat plus 1 ni qo'ysam, 9 teng bo'ladi x kvadrat plusdan 1. 2x kvadrat teng 8, x kvadrat teng 4, x teng 2 bo'ladi. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida, demak, x topilsin deyilyapti. Biz hozir b dan y gacha bo'lgan joyda y ga oladigan bo'lsak, katetlarning gipotenzidagi tireksiyalar xossasiga ko'ra bizda hozir uchburchak ABD uchun xohlasangiz mana bu yoqdan ramka olib qo'yamiz, mana ABDni. Burchak ABD uchun, demak, formula bor-da bizda. Demak, katetning kvadrati 4 ning kvadrati teng edi y ni y plus 6 ga nisbat. Ko'paytmas. Xo'p, bu yerdan 16 barobar y kara y plus 6 bo'ladi. Va bu yerdan y ning qiymatini topadigan bo'lsa, y ning qiymati bizda 2 bo'ladi. Xo'p, bu yoq 2 bo'ladigan bo'lsa ustozlar, ana endi xo'p, nima so'ralyapti? X topilishi so'ralyapti. X topilishini xohlasak, biz avval nima qilamiz? AD balandlik h ni topib olishimiz kerak ekan. H ni topishimiz ham juda ham oson bo'ladi endi. H ni topishimiz uchun h kvadrat teng bo'ladi 6 ni 6 plus 2 ga ko'paytmas. 8 ga ko'paytmas. 48 bo'ladi. H kvadrat agar bu tomon 48 bo'ladigan bo'lsa, h kvadrat x topish muammo emas. X kvadrat teng bo'ladi h kvadrat plyusdan 2 ni kvadrat. H kvadrat o'rniga 48 qo'yib oladigan bo'lsam, x kvadrat teng 52 bo'ladi va x ning qiymati 2/13 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingilari ABC teng tomonli uchburchak deyilyapti va berilgan ma'lumotlar asosida AB teng x so'ralyapti. Xo'p, AB teng x bo'ladigan bo'lsa, diqqat qilamiz ustozlar. Mana bu teng tomonli-ku, hamma tomoni bu yog'i ham x, bu yog'i ham x, bu yog'i ham x ustozlar. Shunda bu yog'i x bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoq x minus 9 bo'ladi. Bu yog'i 5 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoq x minus 5 bo'ladi. Va xulosa qilamizki, bu teng tomonli bo'lgani uchun mana bu yer 30 deb olamiz. Chunki bizda bu yer 60 edi-yu. 30 gradus qarshisidagi katet x minus 9 ni x minus 5 ga nisbati 1 taqsim 2.
Buni yechadigan bo'lsak, 2x minus 18 barobar x minus 5 ga va x ni topib qo'yadigan bo'lsak, bizda x barobar hop, x barobar bizda 13 ga demak teng bo'lar ekan. Hop, keyingi uchburchagimizda hop, CD so'ralyapti. Biz bu masalani yechishimiz uchun nima qilamiz? CD bilan bu yog'ini AD ni davom ettiramiz. CB bilan. Buni bunday davom ettiramiz va buni bu yoqdan davom ettirib qo'yamiz AD. Shunda bizda butun boshli tomon agar x bo'ladigan bo'lsa, hozir bularni tutashadigan nuqtasini qandaydir k desam, c dan k gacha bu yoq ham x ekan, k dan mana bu yoqqacha d gacha bu yoq ham x ekan. Bu yoq 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoq x minus 4 bo'ladi. Bu yoq 6 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer x minus 6 bo'ladi. Mana bu yer 60 gradus bo'ladi. Xulosa qilamiz shu yerdan. Demak, bu burchak 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Taqsim 2. Yechib qo'yadigan bo'lsak, 2x minus 12 barobar x minus 4 ga va x ni qiymati bizda qanchaga teng bo'lar ekan? 8 ga. Xo'p, keyingisi ABC teng tomonli uchburchak deyilyapti va berilganlarga ko'ra x qancha ekanligi topilsin deyilyapti. Diqqat bilan qaraymiz. Hozir bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 2 bo'ladigan bo'lsa, teng tomoni 6 ekan. Mana bu yer 60 gradusligini biladi hamma. Shundan mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiraveraman. Demak, bu yer 2 bo'lar ekan, mana bu yer 2 ilzosida 3 ga teng bo'lar ekan. Bu yer 2 ilzosida 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bizda h dan y gacha bo'lgan mana bu joy 1 bo'ladi. Jami bo'lib 6 bo'ladigan bo'lsa, x ga 3 qo'shsam 6, x ni qiymati bizga 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, mana shu joygacha demak, sizlar bilan roppa-rosa to'g'ri burchakli uchburchakda masalalar bo'limidan demak 7-test tahlilini ham ko'rib bo'ldik. Masalalar sizlarga tushunarli bo'ldimi? Demak, loyihamiz hamma uchun foydali bo'layotganidan bag'oyatda xursandmiz. Biz bugun demak to'g'ri burchak uchburchaklardan 8-test tahliliga yetib keldik. Hop, savol bo'lyapti, berilganlar asosida x topilsin deyilyapti. Juda ham oson hisob kitoblar. Ustozlar, mana bu o'rtadagini biz h deb oladigan bo'lsak, mana bu va mana bu ikkita uchburchagimiz uchun to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan nima qilamiz? Demak, 4 ni kvadrati barobar bo'ladi. H kvadrat plus 3 bo'lar ekan, 3 ni kvadrati va bu yerda x kvadrat barobar bo'lar ekan, h kvadrati plusdan 1 bo'lar ekan. Ikkovidan h kvadratni topib olib tenglashtiradigan bo'lsak, bittasidan h kvadrati 16 dan 9 da ayirish bo'lsa, bittasidan h kvadrat, hop, x kvadratdan 1 da ayirishga teng bo'lar ekan. O'z-o'zidan men ayirib qo'yadigan bo'lsam, 7 teng bo'lar ekan x kvadrat minus 1 ga va bu yerdan x ni kvadratni qiymati 8 ga, x ni qiymati 2 ilzosida 2 ga teng ekan degan xulosaga kelamiz ustozlar. Davom etamiz. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida biz x ni topishimiz kerakligi uqtirilyapti. Xo'p, yana bitta ma'lumot aytilibdiki, 2ay teng ef deyilyapti. 2ay ef ga teng bo'ladigan bo'lsa, hozir menda ef agar agar mana bu yergacha x bo'ladigan bo'lsa, bundan mana pastki qism 2x ga teng bo'ladi. O'z-o'zidan bu yer 6, bu yer 10 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer bizda 8 ga teng bo'lar ekan. Mana bu yer bizda 8 ga teng bo'lar ekan. O'z navbatida A dan F gacha bo'lgan balandlikni topadigan bo'lsam, AF manda demak polniy 12 bo'lar ekan. Bu yoq polniy 12 bo'lar ekan. Bu yoq 12 bo'lyapti, bu yoq demak 9 bo'lyapti va mana bu yer AS bizda 15 bo'lyapti. Endi buni x deb tushunmanglar, mana buni y deya qolaylik, bo'ladi. Boshqa harfligini qaramabmiz ham. Xo'p, yana nima ma'lumot berilyapti? Berilgan ma'lumotlar asosida bizga demak x topilishi so'ralyapti. Hop. Biz x ni topishimiz uchun demak e'tibor beringlar, mana bu ortiqcha narsani o'chirib tashlasak ham bo'ladi endi. Bizda mana bu yer polniy
Qoldiq mana bu yer 12 bo'ladigan bo'lsa, x ni 9 ga ko'paytiramiz. Undan ildiz olamiz 12 chiqarkan. Kvadratga oshiramiz. X karra 9 teng bo'ladi 12 ni kvadratiga. Xo'p, x ni topadigan bo'lsak, 144 ni 9 ga bo'lamiz ustozjonlar. Bu 16 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida AC topilsin deyilyapti. AC degani butun boshli, demak nima? Gipotenuza, ya'ni 2x so'ralyapti. To'g'ri burchak uchburchakda gipotenuzaga tushgan balandlik formulasini hozirgina qo'lladik. Bizda 21 teng bo'larkan, x minus 2 ni x plus 2 ga ko'paytmas. Bu yerdan x kvadrat minus 4 teng 21, x kvadrat teng 25, x teng 5 va AS manda 2x bo'larkan. Bu 10 ga teng bo'larkan ustozlar. Keyingi ma'lumotimiz berilgan ma'lumotlar asosida AD topilishi so'ralyapti. Biz AD ni topishimiz uchun, demak, gipotenuzani birinchi topa olishimiz kerak bo'ladi. Gipotenuzani topadigan bo'lsak, Pifagor teoremasidan topa olinglar yoki doimiylikda o'sha boyagi qo'llash formulasi bor edi-yu. 6 bo'lsa, mana bu 6 karra 2 mida. Bu holatda bizda BC diagonal 6 karra ildiz osti 5 ga teng bo'ladi. Tenglikni, demak, yuzalar tengligidan ketamiz deb x ni topamiz deb tushunsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz shundoq reaksiyalarni topib ishlasangiz ham bo'ladi. Lekin hozir eng zo'r osoni ABC uchburchakning yuzasidan ketish bo'ladi. ABC uchburchakning yuzasidan ketadigan bo'lsak, hozir bizda ABC uchburchakning yuzasi bir marta, demak, x ni 6 ildiz osti 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'lgandan chiqsa, bir marta nima bo'ladi? ABC uchburchakning yuzi, demak, 6 ni 12 ga ko'paytirib 2 ga bo'lgandan kelib chiqadi. Buni tenglashtirib oladigan bo'lsak, x ni 6 ildiz osti 5 ga nisbati 6 ni x ni 6 ildiz osti 5 ga ko'paytmasi 6 ni 12 ga ko'paytmasi bo'ladi. X topadigan bo'lsak, x ni 12 x barobar 12 taqsim ildiz osti 5 ga teng bo'larkan va irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, 12 ildiz ostida 5 taqsim 5 ga teng bo'larkan. Mana ustozjonlar. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti. Biz x topa olishimiz uchun bu yog'i 4, bu yog'i x deyilyapti va bizga aytilyaptiki ds teng 3bd deyilyapti. Agar mana bu yer y bo'lsa, ds bu yog'i 3y ekan. Va o'z-o'zidan, demak, bizga mana bu yog'i nima kelib chiqadi? Bu yerdan d gacha bo'lgan masofa. Buni ildiz osti 3y deyishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, xulosa qilamiz. Hozir mana bu yerda Pifagor teoremasi qo'llanilsa, mana bu ABD uchun Pifagor teoremasi qo'llaniladigan bo'lsa, bizda 4 kvadrati teng bo'ladi. 3y kvadrati plyusdan y kvadrati bo'ladi. Bu yerdan y kvadrat barobar 4, y 2 ga teng bo'ladi. Y 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i 2 bo'lsa, bu yog'i 6 bo'lar ekan. Xo'p, va bu tomoni 2 ildiz osti 3 ga teng bo'lar ekan. Pifagor teoremasidan kelib chiqib x ni topadigan bo'lsak, demak, bizda x kvadrat barobar bo'lar ekan 6 ni kvadrati plyusdan 2 ildiz ostida 3 ni kvadrati teng 48 ekan. X kvadrat 48 bo'ladigan bo'lsa, x ni qiymati 4 ildiz ostida 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi AEFD to'rt burchak ekan. Savol bo'lyapti, berilgan ma'lumotlar asosida BS topilsin deyilyapti. Biz BS ni topishimiz uchun, demak, nima narsalarga e'tibor beramiz? Avvalambor, bizda hozir bu yerda AEFD ko'k rangga bo'yab qo'yamiz. AEFD bu yerda to'g'ri burchak bo'lyapti. Shuni tushunib olishimiz kerak. Hop, bunda, demak, bu yer 16 bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer ham 16 bo'ladi. Ya'ni bu tomon bilan bu tomon teng bo'ladi. Bu tomon bilan bu tomon teng bo'ladi. Bu yoq 8 bo'lar ekan. Ana endi, hop, gipotenuzaga tushgan balandlik hozir bizda AEFB qarshi to'rtburchakni, demak, diagonal bo'ladi. Buni diagonalini topadigan bo'lsak, bu yoq 8, bu yoq 16 bo'ladigan bo'lsa, diagonali AF manda 8 ildiz osti 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bu yer 8 ildiz osti 5 bo'ladigan bo'lsa, endi sizlar bilan nima qilamiz? Demak, xulosalarimizni bayon qilamiz. Hozir bir qancha uchburchaklar o'xshash bo'ladi. O'sha o'xshash uchburchaklarni hozir sizlar bilan boshqatdan ajratib ko'ramiz ustozlar. Xo'p,
Mana bu yerga qaranglar mana. Bu yer 8, bu yer 16 ekan. Mana bu yer bizda hozir alfa burchak bo'lsa, bu yer alfa burchak bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer beta bo'larkan. O'z-o'zidan mana bu yer beta bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer yana alfaga teng bo'larkan. Hozir e'tibor berib qarasam, alfa burchak qarisidagi nima bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza o'shani ildiz 5 ga ko'payganiga teng bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu yerda alfa burchak qarisidagi 8 midi? Uni ildiz 5 ko'paytirsam gipotenuza bo'lar ekan. Bu yer 16 ildiz 5 ekan. Hop, endi bu tomonlar uchun ham shu narsani qo'llasak, bu yer alfa bo'lsa, buni yoni mana bu yeri beta bo'ladi va o'z navbatida bu tomoni ham bizda demak nima bo'ladi? Bu yog'i hop, bunisi alfa bo'ladi. Mana endi qaraymiz, bu yer bizda beta bo'lar ekan. Hop, alfa bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yog'i 8 bo'lyapti. Darvoqe, bitta narsaga ham qaranglar. Alfa burchak qarisidagi nima bo'ladigan bo'lsa, beta burchak qarisidagi o'shani 2 barobar bo'lyapti. Mana alfani qarisida 8 turgan bo'lsa, betani qarisida mana bu yerda hozir 16 turibdi-yu. Bu yerda hozir alfani qarisida turganini bilmayapman, lekin betani qarisida turgan 8 ekan. Demak, alfani qarisida turgan nima bo'ladi? 4 bo'lar ekan. O'z-o'zidan BF ni topadigan bo'lsak, BF bizda 4 ildiz 5 ga teng bo'lar ekan. BS topilishi kerak endi bizda. BS ni qiymati nima bo'ladi? Demak, ildiz ostida 16 plus 64. Xullas, voy, uzr. Qolni qo'shib yuboramiz u. Qo'shib yuboramiz. Mana bu 4 ildiz osti 5 bilan mana bu ikkalavini qo'shib yuborasizlar. 20 ildiz osti 5 bo'ladi. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi uchun bizni qiladigan ishimiz a bilan s ni tutashtiramiz. Ustozlar, mana bu tutashtiramiz. Bu yer 7, bu yer 24 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer 25 ekan. Hop, bu yoq 25, bu yoq 7 bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu yer ham 24 ekan ustoz. Va o'z navbatida, demak, bu yoqdan x ni topishimiz uchun Pifagor doimiylaridan mahoratli foydalanishga harakat qilamiz. 18 ni demak men 3 kara 6 deyman va 24 ni 4 kara 6 deyman. X ni nima deyman? 5 kara 6 deyman. Demak bizda x 30 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Biz x ni topib olishimiz uchun avvalo demak nima narsalarga e'tibor berishimiz kerakligiga qaraymiz. Bu yer 6, bu yer 2 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu dy balandlik, demak shulardan olingan arifmetik ildiz 2 ildiz 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bu yer 2 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yerga 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer bizda 4 bo'lar ekan. Xulosa qilamiz ustozlar. Bu yer 2 ildiz 3, bu yer 2, bu yer 4 bo'lsa, mana bu yer 30 gradus ekan. Bu yer 30 gradus bo'lsa, bizda bu yer ham 30 gradus bo'ladi. Va mana bu yer ham 30 gradusga teng bo'lar ekan. Xo'p, agar hozir e'tibor beringlar, bu yer 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana 30 gradus qarshisidagi dy kati 2 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, u holatda men AD balandligini topa olish imkoniyatiga egamanmi? Albatta egaman. Bu menda nima bo'ladi? 4 ildiz 3 ga teng bo'ladi. Bu 4 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, yana 30 gradus 3 burchak ABD uchun 30 gradus qarshisidagi 4 ildiz 3 bo'lsa, gipotenuza yana 2 karraliga oshamiz, 8 ildiz 3 bo'ladi. Xo'p, davom etamiz ustozlar. Demak, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida bizga so'ralyaptiki, x topilsin. Biz x ni topishimiz uchun demak, hop, bu yerga e'tibor beramiz. Bu yer 12, bu yer 6 ildiz 3 ekan-a. Bu yer 12, bu yer 6 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu yerni hop 6 deyishim mumkin bo'ladi va qolaversa mana bu yer 30 gradus ekan deymiz. Bu yer 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yer 6 ga teng bo'ldi va o'z navbatida ana bu yer 60 gradus bo'ldi. Hop, bu yerdan men YS ni juda ham oson usulda topa olishim mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri trigonometrik usul bilan ham topsak bo'laveradi. YS ni misol uchun y deb oladigan bo'lsak, hozir bizda uchburchak ABC uchun ABC uchburchak uchun nima bo'ladi bizda? Hop, BY balandlik bo'lyapti.
BY balandlik bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Mana bu 6 ildiz osti 3 ni mana bu y bilan ko'paytirib olamiz va teng emas yana. Noto'g'ri tushunib qolmanglar, belgilarni o'chiraylik. Hop, xullas balandlik topishim uchun men nima yozaman? 6 ni kvadrati teng deyman. 6 ildiz osti 3 ni y ga ko'paytmas deymiz. 36 ni 6 ildiz osti 3 ga bo'lamiz. Qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 6 ni ildiz osti 3 ga bo'lamiz. Y bizda nima bo'ladi? Y 2 ildiz osti 3 bo'ladi. Shunda bu yer 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer 30 gradus va mana bu yer 60 gradus bo'ladi. Xo'p, 30 gradus qarshidagi qancha bo'layotganini bilmadimmi? 60 gradus qarshidagi 2 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, 30 gradus qarshidagi o'shani ildiz 3 ga bo'lingani 2 ga teng bo'ladi. Trigonometriyani imkon qadar ishlatmayapmanki, qiyin bo'lib ketib qolmasin sizlar uchun. Kimlardir trigonometriya qiynalsa deb. 30 gradus qarshidagi 2, 60 gradus qarshidagi 2 ildiz 3. Demak, o'z-o'zidan gipotenuzani topadigan bo'lsak, bizda gipotenuzaning qiymati 4 bo'ladi. Hop, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida nima qiling? Demak, DS topilsin deyilyapti. Hop, e'tibor beramiz. Bizda hozir bu yer 6 ekan. Hop, jami bo'lib ABC uchburchak uchun qaraydigan bo'lsak, ABC ABC uchun qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdan bitta bundoq o'tkazamiz. Mana bu yer 10 bo'lyapti, bu yer 8. Demak, bu yer 6 ekan. Hop, bu yer 17 bo'ladigan bo'lsa, katta ABC uchburchak sistemasi uchun B dan C gacha bo'lgan tomon 15 da. Demak, mana bu yer 9 ekan. O'z-o'zidan bu yer 9 ga kelib chiqadi va bu yer ham 9 ekan ustozlar. 9, mana bu yer C dan B gacha bo'lgan mana bu yer polniy, mana bu yer 15 ekan. 15, 9. Demak, mana bu yer bizda qancha bo'ladi? 12 ga teng bo'lar ekan. Hop, keyingisi 11-savolimiz berilganlar asosida. Demak, AB topilishi so'ralyapti. Biz AB ni topishimizdan avval e'tibor bera olamiz. Hop, bu yer 3 ildiz osti 2 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer 3 bo'lar ekan. Va bu yer 45 gradus. Chizmani birozgina yaqinroq borib ko'rsatamiz. 1 soniya. Xo'p. Mana bu yer bizda 45 gradus ustozlar. Mana bu yer 45 gradus. O'z-o'zidan mana bu yerni ham 45 gradus ekanligini bilish qiyin emas. Bu holatda bu yer 45, bu yer 45 bo'ladigan bo'lsa, demak, menda hozir bu yer bilan bu yer teng bo'lar ekan. Va Y'da ham 3 bo'lar ekan. Endi xulosa qilinglar ustozlar. Hozir ABD uchburchagini o'zini yonbosh tomonga boshqatdan chizib qo'yaman. ABDni ABDni boshqatdan chizib qo'yadigan bo'lsam, menda hozir A dan Y ga tushgan balandlik asosida teng kelgan bo'la olyapti. 3 dan qila olyapti-da xullas. O'z-o'zidan demak, men nima xulosaga boraman? AB bilan AD ni teng deyman. AD 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, menda demak X ni qiymati bu tomoni ham 5 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida demak X topilishi so'ralyapti. Biz X ni topa olishimiz uchun hop, e'tiborli bo'lamiz. Hozir bizda B dan D gacha bo'lgan mana bu balandlik bor-ku, mana bu yer bizda 6 ekan ustozlar. Bu yer 6 bo'lsa, bizda mana bu yer ham 6 ga teng bo'lar ekan. Endi bu yer bizda 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, hop, o'z-o'zidan D dan Y gacha bo'lgan masofani topishimiz, buni X deb oladigan, X emas, shundoq Y deb olaylik yo bir noma'lum deb olaylik, farqi yo'q. Y deb olsak, demak bizda Y ni 9 ga ko'paytmasdan olingan arifmetik kvadrat ildiz 6 ga teng bo'ladi. Y kara 9 bizda 36 bo'lyapti. Y ni qiymati bizda 4 bo'lyapti. Y ni qiymati mana bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer D dan Y gacha D dan Y gacha 4 mi? Bizda mana bu yer ham 4 bo'ladi ustozlar. Bu yer ham 4 bo'ladi. Xo'p, endi xulosa qilamiz. Mana shu joyga kelgandan keyin hozir bizda quyidagicha bir qonuniyat deymizmi, qoida deymizmi, mana shunaqa narsa paydo bo'ladi. Qonuniyatsiz ham o'xshash, qonuniyatni hozir formadan foydalansak ham bo'ladi, o'xshashlikdan foydalansak ham bo'ladi. Bizda ABS bilan hozir CF o'xshashda, agar kim o'xshashlikni tushunsa. Bunda nima bo'ladi e'tibor beringlar. O'xshashlikdan ishlasak agar. X ni mana bu 6 ga nisbati bo'ladi. Barobar bo'ladi 4 ni 9 ga nisbati.
Shunda xni topib qo'yadigan bo'lsak, demak bizda 24 taqsim 9 bo'ladi. Qisqartirib olsak 8 taqsim 3 bo'ladi. Bu bitta usul. Ikkinchi usul, yo'q ustoz, men boshqacha ishlamoqchiman deydiganlar uchun ham men boshqacha usullarni taklif qilaveraman. Hozir menda shunaqa fikrlash paydo bo'lib qoldiki, fikr kelib qoldiki, ADS bu to'g'ri burchakli uchburchak, to'g'rimi? ADS to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, gipotenuzasiga 4 bo'lgan balandlik tushyapti va bu yerdan men x topishim uchun nima qilaman? X ni 6 ga ko'paytiraman, demak 4 ni kvadratiga teng deyman. Bu yerda x ni topadigan bo'lsam, x baribir ham 8 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Farqi yo'q. Bunaqasiga o'ylaysiz, bunaqasiga o'ylaysiz. Qanday o'ylasangiz ham albatta vaqtga mutanosib ravishda xo'p, harakat qilinglar ustozlar. Yaxshi. Tak, demak, davom etamiz. Xo'p, keyingi masalamiz berilganlar asosida x topish so'ralyapti. X so'ralyapti, lekin biz bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Hozir bizda AD gipotenuza bo'ladigan bo'lsa, B bilan D ni ham tutashtirib olaylik. Bu BD bizda nima bo'ladi? Mediana bo'ladi. Ya'ni bizda bu yerlar y bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer ham y bo'lyapti. Va mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushirib oladigan bo'lsak, darvoqe AS ni 24 deb beribdi o'zi. Juda ham yaxshi. Bu 24 bo'ladigan bo'lsa ustozlar, demak men 12 12 12 qilib yozib olaman. Bu yoq 12, bu yoq 12 va mana bu yoq 12 bo'lar ekan. Mana bu yerdan shundoq bitta perpendikulyar tushirib oladigan bo'lsak, demak bizda jami asos 22 edi va o'z-o'zidan mana bu yerlar 11 11 dan bo'lar ekan. Mana bu yer 5 bo'lar ekan. Xo'p, x ni topadigan bo'lsak, mana bu joyga e'tibor beringlar. X ni topadigan bo'lsak, demak bizda DH deylik. DH ni topa oladigan bo'lsak, hozir bizda nima bo'ladi? X kvadrat barobar bo'ladi 12 ni kvadratidan 11 ni kvadratini ayrilgani bo'ladi. Ayirib oladigan bo'lsak, 144 dan 121 ni ayiramiz, 23 bo'ladi. X kvadratni o'zi. Bizda bu tomon dx da hozir. Mana bu yerni topishimiz kerak. Qizil bilan ko'rsatib qo'yaylik. Mana bu yer so'ralyapti. Mana bu yer x ekan. Hop, bizda buni y deya qolaylik. Mana bu y bo'lsin. Xato ketib qolmasin. X kvadrat teng bo'lyapti bizda hozir y kvadrat plus 5 kvadrat. Va x kvadratni topa oladigan bo'lsam, 23 qo'shuv 25 va bu yerdan x ni qiymati 4 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. C javobimiz to'g'ri. Xo'p, bunisi o'tgan dars o'tgan usulimiz. Demak, maxsus parallel ko'chirish yordamida mana BC ni mana bu yoqqa parallel ko'chirdik deymiz va bunisini AB ni mana bu yoqqa parallel ko'chirdik deymiz mana ustoz. Shunda mana bu yer bizda 12 bo'lyapti va mana bu yoq bizda 3 bo'lyapti. O'z-o'zidan A dan D gacha bo'lgan masofani topadigan vaqtimiz keldi. A dan D gacha bo'lgan masofa oddiy to'g'ri burchakni topish bo'ladi. Hipotenuzasini. Bu yoq 12 bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yoq 5 mi? Pifagor doimiysiga ko'ra AD masofa bizda nimaga teng? 13 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida bizga x qancha ekanligi, qancha bo'lishligi so'ralyapti. Xo'p, biz x ni topib olishimiz uchun bitta narsaga e'tibor beramiz. Hozir bizda xo'p, bitta mana bu DBC ga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerga katet xo'p, bittasi 265, bittasi 465. Demak, o'z-o'zidan gipotenuza nima bo'ladi? Gipotenuza bizga xo'p, qoidani bitta yozib qo'yaylik. Mana bu yer x bo'lsa, bu yog'i 2x bo'lsa, bu yog'i 2 ildiz ostida 5x bo'ladi. Shu prinsipga ko'ra 2 ildiz ostida 5 ni 5 ga ko'paytirsak, mana bu yer 10 bo'lar ekan. Xo'p, bu yog'i 10 bo'lgandan keyin endi o'z-o'zidan men YC proyeksiyani topishim mumkin bo'ladi. YC proyeksiyani mana bu yerda agar y deb oladigan bo'lsam, qoida kelib chiqadi. Demak, y ni hop 10 ga ko'paytmasi teng bo'ladi 4 ildiz ostida 5 ni kvadratiga, ya'ni 80 ga bo'ladi. Y bizda mana bu yoq 8 bo'lar ekan. Bu yoq 8 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yoq 2 ga teng bo'lyapti. Xo'p, o'z-o'zidan mana buni ham 8 deb olishga majbur ekanmiz.
Ana endi berilgan ma'lumotlar asosida qolganini topishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yoq 8, bu yoq 2 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer hattoki 4 ga ham teng bo'lyapti. Biz uchburchak hop, sariq qilib ko'rsatamiz. ABY uchun to'g'ri burchakli uchburchakda katetni topish formulasini qo'llaymiz. Pifagorni qo'llayveramiz xullas. 8 ni kvadrati barobar bo'ladi x plus 2 ni kvadrati plus 4 ni kvadrati bo'ladi. Bu yerdan x plus 2 ni kvadrati teng. Shunda o'ylab qo'yarsalar ham bo'ladi bo'lsa. Mana shu polni o'sha 463 deb o'ylayveringlar. Bu yog'i 4, bu yog'i 463. Xullas bizda x plus 2 teng bo'ladi 4 plus 463 ga. X topadigan bo'lsak 463 minusdan 2 javobimiz kelib chiqar ekan ustozlar. Xo'p, keyingi ma'lumotimiz berilganlar asosida x topilishi so'ralyapti. Bizda shunaqa joy borki, shunaqa mantiqiy fikrlanadigan, intellektual salohiyatimiz aybini tekshiradigan savollar keladi bu pozani. Kesmani tortadi-yu, kesmani ma'nosini so'raydi. Mana bu kesma nima? Mana bu kesma nima holatda, nima ma'noni beradi? Mana shu narsalar biz uchun demak muhim hisoblanadi. Xo'p, buni tushunib olishimiz uchun demak oddiygina arifmetikani bilishimiz yetarli. Agar mabodo bu balandlik deb atasak, bunga buni ko'paytirib arifmetik kvadrat oladigan bo'lsak, shu kerak ekan. Tekshirib ko'ringlar. Haqiqatdan beradi shu narsani. 0.5 dan 4 ko'paytirib olib ildiz olinglar, ildiz osti 2 chiqyapti shu. Mana bu perpendikulyar ekan ustozlar. Demak, x ni topadigan bo'lsak, x ni qiymati bizda nima bo'ladi? X bizda demak ildiz ostida 16 plyusdan 2. 3 ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu 3 ildiz osti 2 chiqadi. Demak, ustozlar, mana sizlar bilan hozirgacha to'g'ri burchakli uchburchaklar uyga vazifasidan 8-testni ham demak tahlilini ko'rib chiqdik. Xo'p. Ustozlar, davom etamiz. Demak, to'g'ri burchakli uchburchaklardan 9-testga yetib keldik. Bizda birinchi savol bo'lyapti. Berilganlarga ko'ra alfa burchak qancha ekanligi topilsin deyilyapti. Berilganlarga ko'ra alfa burchak qancha bo'lishligini topishimiz uchun hop, buni qancha bo'lishini topishligimiz uchun demak e'tibor beringlar. Bu yer ildiz osti 5 ekan, bu yer 3 ekan, mana bu yer 2 ekan. Nima qilamiz? Demak, 3 ni kvadrati barobar bo'ladi. Hop, bizda 2 ni kvadrati plyusdan ildiz ostida 5 ni kvadrati bo'ladi. O'z-o'zidan mana bu burchak bizda hozirgi holatda 90 gradus ekanligi ma'lum bo'ladi. Ikkinchi savolimizda alfa burchak qanchaligi so'ralyapti. Bu yog'i 12, bu yog'i 6, bu yog'i 6 ildiz osti 3 bo'lsa, alfa burchak qancha ekanligi topilishi so'ralyapti. Biz bu narsani topishimiz uchun hop, hozir ko'ramiz. Bu teorema noto'g'ri-da. Mana 12 ni kvadratini 6 ni kvadratga solsangiz 6 ildiz osti 3 chiqmayapti-da. Shuning uchun kosinslar teoremasi bor edi. Biz o'tgan darsda o'rgangan kosinslar teoremasiga muvofiq demak nima deya olamiz? 6 ildiz ostida 3 ni past kvadrati teng bo'lar ekan. Bu yog'iga demak 12 ni kvadrati, bu yog'iga 6 ni kvadrati. Xo'p, minusdan 2 karra 6 karra 12 karra kosinus alfa deb olamiz. Hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda 108 barobar ekan, 180 bo'lyapti. Minusdan demak hop, 144 kosinus alfa teng bo'lar ekan. Bu yerdan kosinus alfani qiymatini hisoblab oladigan bo'lsak, kosinus alfani qiymati bizda 1/2 bo'lyapti. Kosinus alfani qiymati 1/2 bo'ladigan bo'lsa, demak bizda alfa 60 gradus ekan. So'ralayotgan burchak 60 chiqqan ustozlar. Hop, keyingi savolimiz berilganlarga ko'ra x qancha ekanligi topilsin deyilyapti. Bu yer 60 bo'ladigan bo'lsa, demak bizda bu yer 30 bo'lar ekan. Ana endi qaraymiz. 30 gradus qarshisidagi tomon 4 ildiz osti 3 bo'ladigan bo'lsa, 60 gradus qarshisidagi uni ildiz osti 3 marta ko'paytirilgani teng bo'ladi. Demak bizda bu tomon 12 ekan. Bu yerda A dan B gacha bunisi ham 12 bo'ladi. Demak x ni qiymati bizda qancha bo'ladi? 12 ildiz ostida 2 bo'ladi. Keyingisi berilganlar asosida x topilishi so'ralyapti. D nuqtadan biz nima qilamiz? Perpendikulyar tushiramiz bu tomonga. Va bu yog'iga ham bitta perpendikulyar tushirib olamiz. Shunda 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng deymiz. Hozir bizda HD mana bu 3 bo'lar ekan.
Bu yoq 3 bo'ladigan bo'lsa, A'dan Hgacha mana bu yog'i jami bo'lib bizda 3 ildizosti 3 bo'ladi. Bu 3 ildizosti 3 bo'lsa, mana bu past 2 ildizosti 3 bo'ladi. Va mana bu yer ham 2 ildizosti 3 ga teng bo'lar ekan. Bu yer 2 ildizosti 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 90 gradus bo'lsa, mana bu burchak bizda 45 gradus bo'lar ekan va mana bu yog'i 2 ildizosti 3 bo'lar ekan. X ni topadigan bo'lsak, 2 ildizosti 3, 2 ildizosti 3, 2 ildizosti 3 bo'ladigan bo'lsa, yana ildizosti 2 ga ko'paytirib olamiz. 2 ildizosti 6 ga teng bo'ladi. Xo'p. Keyingi misolimizda, demak, berilganlar asosida x qanchaga teng bo'lishligi so'ralyapti. Endi bu yerga hozir qanchadir ma'noda joyimiz yetadimi, yo'qmi bilmadim, lekin qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hop, qaranglar. Demak, tasavvur qilasizlar, endi hozir mana shu nima deymiz? ABCD mantiqan davom ettirilyapti. Mana bu yog'iga xullas shunaqa davom etib, endi mana shundoq kesishdi deb tasavvur qilaveringlar. Endi hozir bu yerda chizishni imkoni yo'q fizически. Xullas bu yer 120 bo'lsa, mana bu yer 60 bo'ladi ustozlar. Bu yer 30 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 90 bo'ladigan bo'lsa, hop, mana bu burchagim bu yer ham 60 ligini bilib olishimiz qiyin emas ekan. Hop, berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi so'ralyapti. Hozir bizda bu yer 60, bu yer 60 bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer ham 60 bo'ladi. AB masofani y deb olsam, demak bu yer y, bu yer ham y bo'ladi. Tushunmaganlar uchun yonbosh tomondan bitta chiroyli qilib bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hop, demak, qaranglar ustozlar, mana shunaqa holat. Hop. HAD S B bo'ladigan bo'lsa, AD x ga teng ekan, bu yog'i DS 4 ildizosti 3 ga teng ekan. Mana bu yer 30 gradus ekan ustozlar. Bu yer 120 ekan. Yozganimizdek, mana bu yerlar, bu yerlar, bu yerlar teng ekan. Bu yer y bo'lsa, bu yer y bo'lsa, bu yer ham y bo'lar ekan. Xo'p, xulosa qilamiz. Hozir mana bu yer 60 gradus ekan ustozlar. Bu yer 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, 60 gradus qarshisidagi katet nima bo'ladi? Xo'p, 60 gradus qarshisidagi katet 4 ildizosti 3 ga teng bo'ladi. U holatda 30 gradus qarshisidagi katet 30 gradus qarshisidagi mana bu katet, demak shuni ildizosti 3 ga bo'linganiga 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, men yoza olaman. X ga y ni qo'shsam bu 4 ekan deyman va o'z navbatida gipotenuzaga qarasam, menda gipotenuza h dan c gacha bo'lgan mana bu joy 8 ga teng bo'ladi. Y ga 6 ni qo'shamiz, 8 bo'ladi. Y bizda 2 ga teng bo'lar ekan. Y 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan bu tenglikka keltirib qo'yaveringlar. X ga y ni qo'shsak 4 edi-yu. Demak, x ni qiymati ham 2 bo'lar ekan. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x so'ralyapti. Berilgan ma'lumotlar asosida x so'raladigan bo'lsa, biz hozir mana bu tomondan bu yoqqacha o'tkazib olamiz va buni bu tomonga qarab tortamiz ustozlar mana. Buni qandaydir bir K nuqtada tutashdi deb tasavvur qiladigan bo'lsa, bu yog'i 60, bu yog'i 60, mana bu yog'i ham 60 bo'ladi ustozlar. 5 x 4 bo'lsa, bizda ABK yangi hosil qilgan ABK uchburchagimiz bu nima bo'ladi? Muntazam bo'ladi. Bu muntazam bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i x edi. Mana bu tomon to'liq x bo'ladigan bo'lsa, AK x minus 4 ga teng bo'ladi. Bu tomoni DK esa bu yog'i x, bu yer x minus 5, bunisi x minus 4. Xo'p, shunda demak 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng deymiz. Demak x minus 5. Xo'p, x minus 5 ni x minus 4 ga ko'paytmasi 1 taqsim 2 deymiz. Bu yerdan 2x minus 10 barobar x minus 4 desak, x ni qiymati bizda qanchaga teng bo'ladi? 6 ga teng bo'ladi. Hop, keyingi masalamizda ABC teng tomonli uchburchak deyilyapti. Berilganlarga ko'ra x topilsin deyilyapti. Hozir biz AB ni y deb oladigan bo'lsak, bu holatda bu yer 3 bo'lsa, mana bu yer y minus 3 bo'lyapti. Bu yer 7 bo'lsa, mana bu yer y minus 7 bo'lyapti. Mana bu burchak bizda 60 edi-ya.
Demak, bu 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 30 gradus bo'ladi. Xo'p, xulosa qilamiz. Y minus 7, Y minus 3 ekan. Demak, bizda hozir Y minus 7 ni Y minus 3 ga bo'lsak, bizda nima bo'lar ekan? 1 taqsim 2 kelib chiqar ekan. Kechamiz. 2Y minus 14 barobar Y minus 3 va Y ning qiymati 11 ekan. Y 11 chiqadigan bo'lsa, ustozlar, ana bu yerdagi DYS uchburchagini xohlasalar, men bu tomonga boshqatdan chizib ko'rsataman. DYS ga qaranglar. Bizdan boshqa narsa so'ralyapti lekin. Mana bu yog'i Y minus 3 bo'lsa, bu yer 8 ekan. Mana bu yer 4 ekan ustozlar. Bizda mana bu yer so'ralyapti. Mana shu yer DY da. DY bizda hozir nimaga teng bo'ladi? 4 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Hop, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida, demak, x topilsin deyilyapti. Berilgan ma'lumotlar asosida x topilishi, demak, do'stlarga hozir mustaqil berilgandi. Kimlardir harakat qilib ko'rgandir, kimlardir hali endi harakat qilmoqchidir. Mana ko'ringlar, boyadan ishlaganlar o'zlaringiz tekshirib olishlaringiz mumkin. Hozir D dan bu tomonga bitta perpendikulyar tushiramiz, A dan ham bu tomonga bitta perpendikulyar tushiramiz ustozlar. Xo'p, bu tushirgan perpendikulyarlarimizga albatta e'tiborli bo'lamiz. Hozir bu yer 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 30 gradus bo'lyapti. Demak, B dan buni qandaydir bir M deydigan bo'lsak, B dan M gacha bo'lgan masofa ildiz ostida 3 bo'ladi. D dan M gacha bo'lgan masofa mana bu yer 3 ekan. Mana bu yerdan shundoq bitta tikka qilib kesadigan bo'lsa, mana bu yer ham 3 bo'ladi. Xo'p, AK deymiz bu tomonini. Bu yog'i 6 ildiz ostida 2 bo'ladigan bo'lsa, bu yoq 6 va mana bu yoq KS ham 6 bo'ladi. Demak, mana bu yer 3 bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer ham 3 bo'lyapti. Xo'p, buni qandaydir kesish nuqtalarini biz L deb oladigan bo'lsak, L dan N gacha bo'lgan masofa so'ralyapti. ALN ni men boshqatdan mana sizlarga olib ko'rsataman. ALN bo'lar ekan. LN bizda hozir yo'q. Bu tomoni 5 gipotenuza, bitta kati 3 ekan. Demak, LN 4 ekan ustozlar. LN 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer bizda mana bu yer MK ham 4 bo'ladi. Xulosa qilamiz ustozlar. Demak, bizda jami bo'lib BS so'ralyapti-yu. BS ni nima deb yoza olamiz? Bizda BS teng bo'lar ekan AM MK KS. AM ni o'rniga ildiz ostida 3 ni qo'yamiz va xullas 4 ni 6 ni qo'shsak 10 plus ildiz ostida 3 bo'ladi. Davom etamiz. Keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida x topilsin deyilyapti. Biz x ni topib olishimiz uchun ustozlar, demak, xo'p, mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushirib olamiz. Bundan perpendikulyar tushirib oladigan bo'lsak, demak, bu yerlar bizda ildiz ostida 3, ildiz ostida 3 dan bo'lyapti. Xo'p, endi bu yer 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, demak, bizda bu tomon AB shuni 2 barobar 2 ildiz ostida 3 bo'ladi va xo'p, bu yoq 2 ildiz ostida 3 bo'ladigan bo'lsa, ustozlar, mana bu bizda bu qandaydir H nuqtaga tushyapti desak, demak, B dan H gacha, mana bu yergacha bo'lgan masofa bizda 3 bo'lyapti. Bu yer 3 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu joyimiz, mana bu yerimiz bizda 1 ga teng bo'lyapti. Bo'ldi. Shu yerda ADH uchun qaytib bir marta Pifagor teoremasini qo'llash kerak bo'ladi. Tushunmaganlar uchun mana bu tomonga qaytib ADH ni olib chizyapman va ko'rsatyapman. Bu yer ildiz ostida 3 ekan ustozlar. Bu yer 1 ekan, mana bu yer x ekan. X topamiz. X ni qiymati bizga, demak, Pifagor teoremasiga ko'ra 2 kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida BY plus FS so'ralyapti. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Bu yer 150 bo'ladigan bo'lsa va qolaversa AB AC ga teng deyilyapti-yu. Mana bu yer 15 gradus ekan, mana bu yer bizda yana 15 gradus ekan. 15 gradus qarshidagi, demak, 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 75 gradus qarshidagi mana bu yoq, demak, FS bizda bu tomoni 3 ni 2 plus ildiz ostida 3 ga ko'paygani teng bo'ladi. Chunki mana bu yerdagi burchak bizda 75 gradus bo'ladi.
Hop, bu yer ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yer 15 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 75 gradus bo'ladi va mana bu yerda B dan Y gacha bo'lgan mana bu masofa, demak bizda 5 karra 2 pi plus ildiz-3 ga teng bo'ladi. O'z-o'zidan bizga BY plus FS so'ralyapti. Ikkalovini qo'shib olsak 8 karra 2 pi plus ildiz-3 yoki 16 pi plus 8 ildiz-3 ga teng bo'ladi. Davom etamiz. Keyingisi berilganlar asosida demak x topilishi so'ralyapti. Xo'p, AB ACga teng deyilyapti. AB ACga teng bo'ladigan bo'lsa, ustozlar, demak bu teng yo'li to'g'ri burchakli uchburchak bo'lar ekan. Hozir bizda mana bu yer, xo'p, 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bu yoq 12 ildiz 2 deyilyapti va bizda o'sha x so'ralyapti. Demak, BS bizga 12 ildiz 2 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 45 bo'lsa, mana bu yer ham jami bo'lib, bu yer ham 45 bo'lyapti ustozlar. 45 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i 12 bo'lyapti va o'z-o'zidan bu yog'i 9 bo'lyapti. Bu yer 12 ildiz 2 ekanligidan bizda A dan B gacha bo'lgan mana bu masofa ham 12 bo'ladi. Endi o'zlaringiz xulosa qilaveringlar, BD qanchaga teng bo'ladi? BD bizda demak 12 minus 9 3 ga teng bo'ladi. Hop, davom etamiz. Keyingisi berilganlar asosida x topilsin deyilyapti. Berilganlar asosida x topilishi uchun demak biz nima qilamiz? Mana bu tomonni xayolan yana davom ettiramiz bu yoqqa qarab va mana bu yerda bitta balalik tushiramiz. Hop, qaraymiz. Bu yer 30 gradus ekan. Demak, mana bu balandlik bizda 2 ildiz 3 ekan. Mana bu K deylik. ABK to'g'ri burchakli uchburchak va xo'p, qanday tushuntirsam man sizlarga? Bu yer 30 a, mana ABKni o'ziga e'tibor beringlar, boshqatdan olib chizib ko'rsatamiz mana. ABK ustozlar. Mana bu burchak 30. Mana bu yoq 4 ildiz 3 ekan. Demak, mana bu yer albatta 30 gradus qarshi takka 2 ildiz 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi bizga savol qo'yilyaptiki, berilganlar asosida AC topilsin deyilyapti. Berilganlar asosida biz AC ni topishimiz uchun demak, mana bu yerni 45 gradus ekanligini bilamiz. Bu yer 35 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yeri 45 mana. Bu yer 2 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza katetni ildiz 2 marta ko'piga teng bo'ladi. Ya'ni 2 ildiz 3 ni ildiz 2 ga ko'paytirilganiga 2 ildiz 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi berilganlar asosida x topilishi so'ralyapti. Berilganlar asosida x topilishini xohlasak biz D nuqtadan perpendikulyarlar o'tkazamiz. DM, DN. Hop, bu yer 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, DM 2 ga teng, MC ham 2 ga teng bo'ladi. Hop, bu yer 45 bo'lsa, bizda bu yer ham 45 gradus ekanligi ma'lum. Demak, bu yer 6, bu yer ham 6 bo'lar ekan. Bizda x mi muammo? X. Hop, B M DN qavariq to'rtburchakli, to'g'ri to'rtburchakli, bu diagonal bo'lyapti. X bizda ildiz ostida 6 ni kvadrat plus 4 ni kvadrat 2 ni kvadrati bo'ladi. Bundan ildiz ostida 40 yoki 2 ildiz ostida 10 javobiga kelamiz ustozlar. Keyingisi. Xo'p, berilgan ma'lumotlar asosida x qancha ekanligi topilsin deyilyapti va berilgan ma'lumotga qarasam AB ACga teng deyilyapti. Agar AB ACga teng bo'ladigan bo'lsa, ustozlar, bizda mana bu yer 90 gradus ekanligi ma'lum bo'ladi. Mana bu yer ham 45 gradus ekan. Xo'p, endi bu yer 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, berilganlar asosida x qancha ekanligi so'ralyapti. Hozir biz demak mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz ustozlar. Bu tushirgan perpendikulyarimiz agar bizda h ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan tushirgan perpendikulyarimiz bu yer h taqsim 2 ga teng bo'ladi. H taqsim 2. Xo'p. Bu h taqsim 2 bo'lar ekan. Demak, xulosa qilamiz. H taqsim 2 bizda katet bo'ladigan bo'lsa, demak h ni o'zini topib oladigan bo'lsak, xo'p, h taqsim 2 ni 2 ga ko'paytirsak, gipotenuza chiqadi hozir 8 ildiz 2.
H bizda 8/2 ekan. H 8/2 bo'ladigan bo'lsa, bu yerlar 45, bu yerlar 45 bo'lsa, mana bu yer ham 8/2 ga teng bo'lar ekan. X ning qiymatini topadigan bo'lsak, bu bizda nimaga teng bo'ladi? 16 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi berilganlar asosida x topilishi so'ralyapti. Bizni qiladigan ishimiz mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushirib olamiz do'stlar. Bu tushirgan perpendikulyarimizni qiymatini topishimiz uchun bu yer 45 gradus ekanligiga qaraymiz. Bizda mana bu yer jami bu burchagimiz ham demak 45 ekan mana bu yer. Demak, bu AK balandlik bizga gipotenuzadan ildiz 2 marta kam bo'ladi. Ya'ni mana bu yer 4/3 bo'lar ekan. Bu yer 4/3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer bizda 30 gradus ekan. Va bu tomon 60 ekan. Demak, 60 gradus qarisidagi katet 30 gradusdagi qarisidagi katetdan ildiz 3 marta katta desak, bizda hozir K dan C gacha bo'lgan mana bu masofa 4 bo'ladi. Demak, D dan K gacha bo'lgan masofa bu yog'i 2 bo'lar ekan. Bo'ldi ustozlar, mana shundan kelib chiqib Pifagor teoremasidan biz x ni topish imkoniyatiga egamiz. X ni topadigan bo'lsak, bizda x kvadrat 4/3 ning kvadrati 2 ning kvadratidan arifmetik kvadrat ildiz olishdan kelib chiqadi. Ildiz 52 yoki 2 ildiz 13 ga teng bo'ladi. Xo'p, bizda keyingi savolimiz ekan, BD ACga perpendikulyar deyilyapti va berilgan ma'lumotlar asosida nima so'ralyapti? AB so'ralyapti. Xo'p, buni topishimiz uchun demak, buni BD ni qandaydir bir h bilan belgilay olamiz. Demak, 2 marta tangensni qo'llaymiz. Ya'ni hozir bizda uchburchak ABD uchun ramkaga olib qo'yamiz. Mana bu uchburchagimiz uchun demak tangens alfa 2 taqsim h ga teng. Va endi bu uchburchagimiz uchun mana bunisi uchun bizda demak tangens 2 alfa. Tangens 2 alfa demak nima bo'ladi? H ni 8 ga bo'lish bo'ladi. Xo'p, ana endi ustozlar mana shu yerga kelganimizdan keyin bizda qiladigan ishimiz xo'p. Tangens 2 alfani formulasi bor edi. Agar kim trigonometriyadan yaxshi xabardor bo'lsa, buni bittada biladi. Tangens 2 alfani formulasi 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa ustozlar. Mana shu joyga kelganimizdan keyin nima bo'ladi? Demak, bemalol tangenslab ishlab qo'ysak bo'ladi degan xulosaga kelamiz. Tangens 2 alfani o'rniga men qo'yib olaman, demak 8 taqsim h ni h taqsim 8 ni h taqsim 8 barobar. Demak, ana bu yerga 2 tangens alfani o'rniga nima qo'yamiz? 2 kara 2 taqsim h taqsim 1 minus 4 taqsim h kvadrat bo'ladi. Bu yerdan h taqsim 8 teng bo'lar ekan. Hop, umumiy maxraj bersak, buni 4 h kvadrat minus 4 taqsim h kvadrat deymiz. Mana bilan bu qisqarib ketadi. U tepaga chiqsa, bizda demak 4h taqsim h kvadrat minus 4 bo'lyapti. Bu yerdan hlar qisqarib ketsa, bizda h kvadrat minus 4 barobar 32, h kvadrat teng 36, h teng 6 chiqar ekan. Mana bu yoq 6 bo'ldi ustozlar. Bizda endi x ni topishda hech qanaqa muammo yo'q. Bemalol Pifagor teoremasini qo'llab x ni topishingiz mumkin. X kvadrat teng bo'ladi 2 ning kvadratiga 6 ning kvadratini qo'shish. Demak, bizda javob 2 ildiz 10 bo'lar ekan. Xo'p, mana shu yergacha demak 9-test tahlil tugadi. Demak, 7-savolni tushuntirib bera oldim deyman bir kishiga, demak so'rab qoldilar. Davom etamiz. Demak, bizda savol bo'lyapti, berilganlar asosida x qancha ekanligi so'ralyapti. Hozir bizda mana bu yerdagi burchak bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'lar ekan. Shu o'rinda men bitta ma'lumotni ayta olaman, diqqat bilan eshitinglar. Mana bu yerdagi CBD uchburchak bilan to'g'ri burchakli uchburchak bilan mana bu bilan bizda mana bu CF'lar o'xshash bo'ladi mana. Mana bular o'xshash ustozlar. Yoniga yozib qo'yamiz. Uchburchak. Xo'p, CYF o'xshash uchburchak CBD.
Mashlar o'xshash ekan. Demak, nima qilamiz? Alfa burchak qarisidagi katet ikkinchi katetga nisbati 1/2 ekan. Hozir ham bu yerda shunaqa mana. Qarisidagi katet 3 mi? Demak, alfa burchakka yopishgan katet uni 2 barobar 6 ga teng bo'lar ekan. Juda ham oson chiqadi. Xo'p, keyingisi berilgan ma'lumotlar asosida demak, x topilishi so'ralyapti. Bu yer 30 bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer 45 gradus ekan va mana bu yer ham 45 gradus bo'ladi. Hop, bu yer 45, bu yer 45 bo'ladigan bo'lsa, demak, biz nima deya olishimiz mumkin? Bizda mana bu yer x bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer x taqsim 2 bo'ladi. Katta ABC uchun. Va o'z navbatida mana bu yerdan ustozlar A dan to mana bu yergacha B gacha bo'lgan masofa nima bo'ladi? X ilzosti 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xulosa qilamiz shu yerda. Xo'p, bu yer x taqsim 2 e'tibor beringlar mana bu yerga. Mana bu yer x taqsim 2 o'z navbatda mana bu yer ham x taqsim 2 ustozlar mana bu yer. Bu yer bilan bu yer teng. Mana bu yerda 4 hosil bo'lishi uchun nima qilishim kerak? X ildizosti 3 taqsim 2 dan ayirishim kerak x taqsim 2 ni. Shunda 4 chiqar ekan. Umumiy maxraj berib soddalashtirib qo'ysak, x kara demak ildizosti 3 minus 1 taqsim 2 teng bo'lyapti 4 ga. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsam, 8 taqsim ildizosti 3 minus 1 ekan. Irratsionallikdan qutqarsak, xo'p, 8 kara ildizosti 3 plus 1 taqsim 2 4 kara ildizosti 3 plyusdan 1 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi berilganlar asosida demak x topilishi so'ralyapti. Berilganlar asosida biz x ni topib oladigan bo'lsak, hozir mana bu yerdan demak xo'p. Bitta mediani o'tkazdik deb tasavvur qilinglar mana shuni. Shundoq o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, bu ham o'sha asos tengga bo'lyapti deb tasavvur qilishimiz mumkin. Qolaversa, bu yerda demak, bu yog'i 3, bu yog'i 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu 4 ilzosti 3 deyilyapti. Bu 4 ilzosti 3 bo'ladigan bo'lsa, hozir e'tibor beringlar, Y nuqtadan AC ga parallel EF chiziq tortaman. EF. Ya'ni ayta olaman, AC ga parallel EF chiziq. Bu parallel bo'ladigan bo'lsa, demak, menda hozir yo'nalishdosh bo'lyapti. Bu parallel chizig'imiz bizda hozir aynan e'tibor beringlar. EF ABY teng yonli uchburchakning balandligi bo'la olyapti. Bizda A dan B gacha polniy masofa 4 edi-yu, bu mana bu yerni teng 2 ga bo'lib qo'yadi xullas. Demak, mana bu yog'i 2 ekan, mana bu yog'i 1 ekan ustozlar. Bu o'rta chiziq qoidasidan bu 4 ilzosti 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer bizda qancha bo'ladi? Bu yer 2 ilzosti 3 bo'lar ekan. Bu yog'i 1, bu yog'i 2 ilzosti 3, mana bu x so'ralyapti. X kvadrat barobar bizda 12 plyusdan 1 x ni qiymati ildiz ostida 13 bo'ladi. Keyingisi berilganlar asosida x topilsin deyilyapti va shu joyda bitta narsaga diqqat qilamiz. Agar bizda bu yer alfa bo'lsa, bizda bu yer ham alfa bo'ladi. Ular teng yonli ekanligidan bizda mana bu yerni ham alfa ekanligi kelib chiqadi. Shundan yoza olamiz. 3 alfa teng 90 gradus. Alfa 30 gradus bo'ladi. Alfa 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan bitta balandlik tushirib olamiz ustozlar. Bu balandlik tushirib oladigan bo'lsak, demak mana bu yer bizda 3 bo'lar ekan va mana bu yer 3 bo'lar ekan. Bu yog'i h bo'lar ekan. Trigonometriyani qo'llaymiz. H ni 3 ga nisbati tangens 30 gradus. Ya'ni 1 taqsim ildizosti 3 bo'ladi. Bu yerdan h ni qiymatini topamiz. H bizda ildizosti 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, ana endi davom etamiz ustozlar. Keyingisi. Bu yerda demak AC so'ralyapti ekan. Bizda berilgan birinchi diqqatimizni tortgan narsa mana bu yer BD bo'lsa, BD DC ga teng deyilyapti. BD ni ko'ramiz, mana BD. DC ni ko'ramiz, mana DC. No, BC ekan. Bu tomon. Mana bu yoq. Ular teng yonli bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beringlar. Mana bu yer bizda alfa bo'lsa, mana bu yer polniy alfa. Bu yoq alfa. Alfaga men 15 ni qo'shsam, nima bo'ladi? Demak 90 gradus. Alfa 75 bo'lar ekan. Demak, mana bu yer ham bizda 15 gradus bo'lar ekanda. Xulosa kelib chiqadi. Hozir bu yerda nima ma'lumotlar bo'ladi? AB teng
BC teng BD bo'lar ekan. Savol AC so'ralyapti. ACni topib olishimiz uchun, demak bizda Y dan D gacha bo'lgan qiymat ikkiligi berilyapti. Biz nazariya o'tgandikki, demak bitta burchagi 15 gradusga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushgan balandlik h ga teng bo'lsa, uning gipotenuzasi 4h ga teng edi. Demak bizda hozir gipotenuza 8 bo'ladi. Xo'p, keyingi ma'lumotimiz berilganlarga ko'ra x so'ralyapti. Berilganlarga ko'ra x so'ralyapti. Demak, mana bu yerdan bitta oddiy kesmani o'tkazib olamiz. Xo'p, shu kesmani bir y deb oladigan bo'lsak, 2 marta shunga nisbatan tenglama yozamiz. Ya'ni bizda hozir 5 ni kvadratiga 3 ni kvadrati teng y ni kvadrati. Bu y ni kvadrati o'z navbatida x kvadratiga 4 ni kvadratini qo'shishga ham teng bo'ladi. Xo'p, 5 ni kvadrati 25, unga 9 ni qo'shamiz, 34 bo'ladi. 34 teng x kvadrat plyusdan 16. X kvadrat barobar 18, x barobar 3 ildiz ostida 2 bo'ladi. Keyingi masalamiz berilgan ma'lumotlarga asosan, demak, x topilishi so'ralyapti. Va shu joyda bitta narsaga e'tibor beramiz. Qaysi burchakka teng? Mana bu burchak alfa ekan va bizda mana bu burchak alfa ekan. Xo'p, endi qaraymiz. Bu yer 20, bu yer 15 bo'lsa, Pifagor doimiylari bo'lyapti. Mana 4 kara 5, mana bu 3 kara 5 bo'lyapti. Demak, mana bu yoq 5 kara 5, 25 ekan. Oddiy logika bilan topsangiz bo'ladi. Xo'p, burchaklar alfa deyilyapti. E'tibor beringlar. Mana bundoq qilaylik bo'lmasa, yon tomonga ADS ni tiklaymiz. ADS. Mana bu yer 90 bo'lar ekan. Shunda A dan D gacha bo'lgan demak joy mana bu yoq 20. A dan C gacha bo'lgan mana bu yoq 15 bo'lyapti va mana bu yoq 25. Xullas 3, 4, 5 nisbat bo'ladi. 3, 4, 5. Shu. 3x, 4x, 5x. Xo'p. AC 15 bo'lsa, bu tomon 3x ekan. Bu yoq 20 bo'ladigan bo'lsa, demak bu yoq 4x ekan, bu yoq 5x ekan xullas. Xo'p, bizda mana bu yer x so'ralyapti-yu, mana bu yerdan bitta balandlik tushirib olaman. Bu balandlik tushirib oladigan bo'lsam, demak mana bu yer menda hozir 5y bo'lar ekan. Xo'p, mana bu yer 4y bo'lar ekan. Demak, bu yer 12 ekanda. Mana bu asos 9 ekan. Bu teng yonli bo'lgani uchun 9 plus 9 demak bizda nima bo'ladi? 18 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masalamiz berilganlar asosida x topilishi so'ralyapti. Biz x ni topib olishimiz uchun bir marta avval CB ni topib olishimiz kerak. Kimlardir boshqacha usulda ishladim, boshqacha javoblar chiqdi. AB bilan CD ni davom ettirdim, 90 gradus qildim, bir narsalar degan takliflarni aytibdilar. Hozir bu yerda biz B burchagi, D burchagi nima ekanligini bilmasdan turib, hech narsani yoza olmaymiz. Tushuna olinglar shuni. Xo'p, hozir biz bitta imkoniyatimiz bor. CB ni topa olamiz. Mana CB ni. Demak, yoza olamiz. Bizda CB ni kvadrati teng bo'lar ekan 2 ni kvadrati 6 ildiz ostida 2 ni kvadrati minusdan 2 kara 6 ildiz ostida 2 kara kosinus 1/35. Kosinus 1/35 o'rniga minus 1 taqsim ildiz ostida 2 ni qo'yib olamiz. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak 4, 72. Bu yog'iga ildiz ostida 2, ildiz ostida 2 bilan qisqarib, minuslar plyusga aylanib ketadigan bo'lsa, unga yana demak, hop, qo'shib olamiz ustozlar. 6 ildiz ostida 2. Hop, bu yog'iga olib hisoblaydigan bo'lsak, demak 36 da. Hop. Yigirma to'rt ekan. Bo'ldi. Shuni qo'shib yuborib hisoblasak, demak bizda CB kvadrat 100 chiqib qoladi xullas. Mana bu yer 10 ekan. Bu yog'i 10, bu yog'i 10 bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu yerlar 30 dan va mana bu yerlar 30 gradusdan ekanligi ma'lum bo'ladi. Chunki teng yonli-da bu yer. 120 gradus qarshisidagi demak tomon 30 gradus qarshisidagi tomonlarning ildiz ostida 3 marta ko'piga teng degan qoidani biz o'rganganmiz allaqachon.
Xo'p, eng qiyin biz uchun muammo degan savollarga kelamiz va o'zimiz uchun eng oson bo'lgan holat ekanligiga guvoh bo'lamiz hozir. Xo'p, bular BH, AH, BHYlar teng deyilganligi uchun mana bu yerni men bemalol 90 gradus deya olaman. Bunga asosimiz bor. Xo'p, bu yer 90 gradus bo'ladigan bo'lsa va AF demak bizda FY ga teng bo'ladigan bo'lsa, YD bilan DS esa demak 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, hop, BY 10 ga teng bo'lsa, AB 16 ga teng mana bu tomon. Xo'p, savol bo'lyapti X nimaga teng? Ustozlar, bu 90 gradus bo'lsa, bu yog'i 90 bo'lsa, bu yog'i 10 ligidan mana bu yog'i 10 lik kelib chiqsa, bizda mana bular tengyorli bo'lib turibdi. Demak, X ning qiymati bu yog'i ham 16 deb olamiz. Xo'p, keyingisi. Bunga o'xshagan savol boyana ishladik. Mana bu yerdan bitta perpendikulyar tortamiz va bu tomonga bitta perpendikulyar tortamiz ustozlar. Hop, bu yer 8 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 60 gradus ekan. Demak, mana bu yerni 30 gradus deymiz. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng. Demak, bu yer 4 bo'lsa, bu yer 4 ildiz 3 bo'ladi. Bizda mana bu yer tushgan nuqtani h deb olsak, BH bizda Pifagor teoremasiga ko'ra 7 ni kvadratidan. Demak, nima qilamiz? 4 ildiz 3 ni kvadratini ayirib olamiz. Mana bu yer 1 bo'larkan, bu yog'i ham 1 bo'larkan. Mana bu yer bizda 30 gradus ustozlar. Nima uchun? Chunki mana bu yer 60 u bu yer 30 bo'ladi. Hop, 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng desak, bizda x ning qiymati qancha bo'ladi? Chiqadi. Keyingi ma'lumotimiz berilganlar asosida x topilsin deyilyapti. Hop, bitta katet 22 bitta burchak 22,5 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakning gipotenuzasiga tushgan balandlik berilgan. Bizga gipotenuzaning o'zi qanday topilardi? BS. O'sha balandlik 2 ildiz 2 ga ko'paytiriladi. Hozir balandlik ildiz 2 bo'lgani uchun mana bu yer 4 ekan ustozlar. BS gipotenuza 4 bizda katet so'ralyapti. Katet o'sha gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. 2 bo'ladi. Xo'p. Keyingi masalamizda demak, bevosita xayolan davom ettirish orqali ishlanadi bu. Endi kimlardir hozir biroz tasavvurga qiynalishlari mumkin, lekin hozir buni boshqachasiga sizlarga tushuntirib bera olmasam kerak. Xo'p, qaranglar. Bu yer 165, bu yer 75 bo'lib turibdi. Demak, bizda bu 90 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'ini olib hisoblanglar ana endi. 170, 240. Mana bu yer 120 ustozlar. Xo'p, buni yana xayolan davom ettirib, hozir tashqarisiga qanaqa uchburchak hosil bo'lishini o'zimiz bir ishlab ko'rishimiz kerak ekan. Xo'p, buni davom ettiramiz. Mana ustozlar bu tomonini. Ular shunday davom ettiramiz va bu yog'ini tasavvur qilib tutashtirib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda demak 65 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 15 gradus bo'lyapti. Bu yer 90 gradus bo'lyapti. Va bizda mana bu yer 75 gradus ekanligini hamma bilib turibdi. Shunda 75 gradus qarshisidagi katet 2 plus 103 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu yer 1 ga teng ekanligi namoyon bo'ladi. O'z navbatida bizdan x xohlanyapti. Xo'p, bu yog'i 75. Hop. 90, 15, 75, bu yog'i 1. Darvoqe. Bu yog'i nima bo'ladi? 120 emas, uzr. Mana bu 30. Bu 30 ustozlar. Demak, bizda hozir 30 bo'ladigan bo'lsa, ana boyagi tutash xayolan tortgan chizig'imiz bor edi, biroz kichraytirib olaylik endi. Mana bu yerda tortgan chizig'imiz mana bu DK bordi-yu, D dan K gacha mana bu yerdan to mana bu yergacha. Mana bu 4,3 plus 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu DK bilan mana bu yoq yon tomon teng bo'lib qoladi. Ya'ni bu ham 4,3 plusdan 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi demak bizda berilganlar asosida x qancha ekanligi so'ralyapti. Biz e'tibor beramiz. Bu yer 75 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yer 30 gradus ekan va mana bu yer ham 30 gradus ekan ustozlar. Bu ABD teng yorlik chunki. ABD teng yorlik.
o'ttiz gradus bo'ladigan bo'lsa, ana endi biz nima qilamiz hozirgi holatda? Mana bu yerni 45 gradus deymiz. Va bu tomoni bizda 75 gradus ekanligi ma'lum. Demak, bu yog'i bilan teng, bu yog'i 6 bo'lsa, mana bu yer ham 6 ga teng bo'larkan. Bu yer 6 bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beringlar. ABC bu to'g'ri burchakli uchburchak. Bitta burchak 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, katetlari x dan teng bo'ladi va 6 ni ildizosti 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 3 ildizosti 2 so'ralayotgan x ning qiymati bo'ladi. Xo'p, keyingisi demak ABC teng tomonli uchburchak deyilyapti. Berilganlarga ko'ra x ni toping deyilyapti. Bu teng tomonli bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beringlar, bizda bu yer 4, bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer ham 4 bo'ladi. Va qolaversa mana bu yerlar demak teng yonli bo'lgani uchun mana bular 45 gradusdan desak bo'ladi hattoki. 45 gradus. U holatda bizda mana bu gipotenuzaga tushgan balandlik gipotenuzani teng 2 ga bo'ladi va o'sha gipotenuzani yarmi chiqadi, 2 dan bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, bizda hozir muntazam uchburchak bo'ladigan bo'lsa, muntazam uchburchakni mana bu balandligi qanday topilardi? Mana bu balandligi biz o'tgandik buni nazariy darslarda. Tomoni 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 4 bo'ladigan bo'lsa, mana balandlik h bizda qanday topilardi? H bizda 4 ni ildizosi 3 taqsim 2 ga ko'paytirganimizdan 2 ildizosi 3 ekanligini kelib chiqadi. Demak, bizda polni A dan H gacha tushgan balandlik xo'p, 2 ildizosi 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak bizda AD masofa so'ralyapti. AD ni topa olishim uchun men 2 ildizosi 3 dan nima qilaman? Yana ayiramiz. Bu bizda demak shu javobni o'ziga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, keyingisi BCD to'g'ri 4 burchak ekan. Bizda savol bo'lyapti. Chevre BCD, ya'ni to'g'ri 4 burchakning chevrasi, ya'ni perimetri. Perimetr, ustozlar perimetr topishga harakat qilishimiz kerak ekan. Xo'p, nima ma'lumotlar berilyapti? BF mana bu yer 24 ekan, mana bu yer x ekan va mana bu yer ham x bo'lar ekan. Bu yerda hozir to'g'ri burchak uchburchakning gipotenuzasiga tushgan balandlik, proyeksiya tomon uchun munosabat yozadigan bo'lsak, hozir mana bu yerda nima bo'ladi demak? Xo'p, 5 ni kvadrati teng bo'ladi. X ni x plus 24 ga ko'paytmasi bo'ladi. Bu yerdan x ni qiymati bizda 1 ekanligi ma'lum bo'ladi. X ni qiymati 1 bo'ladigan bo'lsa, men mana bu yerga olib keltirib 1 ni qo'ysam, bizda bu yog'i ham 1 bo'lar ekan. Bu tomon polni 25, bu tomon ham polni bizda 1 bo'lyapti. 25 1, 25 1, 26 26 52 bo'lar ekan perimetr. Xo'p, oxirgi savol, ajoyib savol, juda ham zo'r, chiroyli tuzilgan savol. Mana shu savolni biz hozir xo'p, yaxshilab tushunib ishlashimiz kerak. Bu savolda biz demak to'g'ri burchak burchakning gipotenuzasiga tushirilgan demak mediana va yon tomoni hop nima deymiz endi D dan chiqarilgan perpendikulyar haqida masala bo'lyapti bu yerda. Shunda bizda x qancha ekanligi so'ralyapti. Chizmaga biroz yaqin borgan holatda demak ishlarni boshlayveramiz. Tushunmaganlar bo'lsa mana bu yon tomonga boshqatdan keyin chizib qo'yaveramiz. Hozir bizda tasavvur qilinglar, bu x bu yerda yo'q. X ni birozgina noto'g'ri tasavvur bermasligi uchun ham o'chirib bu tomonga olib boramiz. Bundoq o'chirib turib noto'g'ri tasavvur bermasligi uchun yon tomonga chiroyliroq qilib o'tkazib olamiz. Bunday qilib tik qilib o'tkazib olaylik. Mana bu yer 90 gradus xullas mana sal bo'lsa ham o'xshadi. Xo'p, bu 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, ana endi qaranglar. Xo'p, bizda demak bu yer hozirgi holatda mana bu yer alfa bo'lsa, e'tibor beringlar. Mana bu YD so'ralyapti. Y dan D gacha bo'lgan masofa mana bu yer x ekan ustozlar. Bu yer x bo'ladigan bo'lsa, bizda bu yer A, bu yer A bo'lar ekan va mana bu yer A bo'lar ekan. Ana endi qaraymiz. Hozir shu yerda demak, kosinus alfani topib oladigan bo'lsak, kosinus alfa bizda hozir demak A ni 3K ga nisbati bo'ladi. Qolaversa, bitta narsaga e'tibor beringlar. Hozir bu shunchaki D tomonga tushgan perpendikulyar. Endi biz nima qilamiz? Uchburchak ABD ni
teng yonli ekanligidan, bu bilan bu demak teng yonli ekanligidan mana bu yoqqa bitta perpendikulyar tushirib yuboramiz. Bu perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, mana bu yer 2k bo'ladi va mana bu yer k ga teng bo'lib qoladi. Shundan yana men kosinus alfani topishga harakat qilaman. Kosinus alfani topadigan bo'lsam, buni qandaydir bir h deb olaylik. Kosinus alfa bizda nimaga teng bo'ladi? 2k ni a ga nisbati bo'ladi. Ikkita kosinusni bir-biriga tenglashtirib oladigan bo'lsak, bu yerda nima bo'ladi bizda? Xo'p, demak a taqsim 3 ga teng bo'ladi 2k taqsim a ga. A kvadrat teng 6k kvadrat bo'lar ekan. Endi e'tibor beringlar, katta ABC uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz mana katta ABC uchun. Bu uchun Pifagor teoremasini qo'llasak, bizda hozir nima bo'lyapti? Gipotenuza k bo'ladi. Kvadratga oshirsam 4a kvadrat. 4a kvadrat teng bo'ladi. Bu tomoni jami bo'lib 4k mana bu yog'i. Polni 4k. 4k ni kvadratga oshiraman. 4k kvadrat plyusdan 32 deyman. 4k kvadratga oshirsa mana bu yerda demak 16k kvadrat bo'ladi. Shunda qavs qo'yib ketaylik yoki birdan yozsak bo'ladi. Mana bu yer 16 bo'ladi xullas. Xo'p, a kvadratni o'rniga men demak 6k kvadratni qo'yib keltirib oladigan bo'lsam, mana bu yer 24k kvadrat bo'ladi. 24k kvadrat teng hop demak nimaga? 24k kvadrat teng 16k kvadrat plyusdan 32 ga 8k kvadrat teng 32 ga k teng xullas 2 bo'ladi ustozlar. K 2 bo'lganligidan kelib chiqib men x qiymatini topish imkoniyatiga egaman. Bundan foydalanamiz albatta. Xo'p, k 2 bo'ladigan bo'lsa, shu yerda hozir uchburchakni boshqatdan bitta chizib ko'raylik. Xo'p, yoki mana bu yerda berilgan ma'lumotlarni o'chirib olsam ham bo'ladi endi. O'chirib olamiz. Xo'p, k bizda 2 bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beringlar. Bizda mana bu yog'i 2 bo'lyapti va mana bu tomoni bizda 6 bo'lyapti. Mana bu yerdan bitta perpendikulyar tushirib oladigan bo'lsak, ustozlar, mana perpendikulyar tushirib oladigan bo'lsak, bu perpendikulyar bizda xo'p ma'lum emas. Buni shunchaki biz bu yerni a deb olgandik. Xo'p, bundan a ni ham qiymatini topa olishimiz mumkin darvoqe. A ni qiymatini topa oladigan bo'lsak, xo'p, a ni qiymatini topa oladigan bo'lsak, bizda a kvadrat demak a kvadrat teng 6 karra k kvadrati demak 6 karra 4 24 ekan. Xo'p, bu yer bizda ana endi boyina balandlik tushirganimizda e'tibor beringlar. Bu yer bizda 2k qoluvdi mana bu yer. Mana bu yer 2k edi. Bu yer 2k bo'ladigan bo'lsa, bu yer 4 ekan. A kvadrat 24 ga teng bo'ladigan bo'lsa, a ilzosi 24 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu yerdan biz h balandlik topa oladigan bo'lsak, h bizda 24 dan 16 ni ayrilgani bo'ladi. 2 ilzosi 2 ekan. O'rta chiziq ekan xullas. O'rta chiziq bo'ladigan bo'lsa, endi bu yog'ini osonlikcha topishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu h ni shundoq o'chirib turib, mana bu yerga 2 ilzosi 2 ni qo'yib yuboringlar. Ana bu yer bitta k ga teng, bu yer 2 bo'lar ekan. Va mana shundan men nimani topishim kerak ekan? Y D ni topishim kerak ekan ustozlar. Y D 2 ni kvadrati va 2 ilzosi 2 ni kvadrati, ya'ni 8 bo'lar ekan. Y D bizda 2 ilzosi 3 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, mana shuning bilan jonli efirda o'tirgan ishtirokchilarimiz, ustozlarimiz shu holatda demak o'z vaqtida demak jonli efirda qatnashganlar, vazifani o'z vaqtida bajarib, bizni jonli efirda kuzatayotganlar, har kunlik demak berib borilayotgan darslarni ko'rib, vaqtida vazifani bajarib borayotganlar, Xudo xohlasa keyingi demak Xudo xohlasa milliy sertifikat imtihonigacha to'laqonli demak tayyor bo'ladilar. Bu narsa haqida hech qanaqa shak shubhamiz yo'q. Albatta loyihamizda qatnashinglar. Loyihamizda qatnashib borayotgan har bitta ishtirokchimiz demak bemalol sizlar Xudo xohlasa imtihonlarga yaxshi yuqori natija bilan da'vogarlik qilishga haqlisizlar.
Xudo xohlasa natijalaringiz yaxshi bo'ladi. Barchalaringizni mana shu darajada, demak, jonli efirda sabr bilan bizni kuzatib, mana shu joygacha o'tirib, ustozlar yaxshi natija uchun intilyapsizlarmi? Alloh taolo birlaringizga ming bersin. Natijalaringiz Xudo xohlasa milliy sertifikat imtihoni bo'ladimi, attestatsiya bo'ladimi, kasbiy sertifikat bo'ladimi? Barchasida eng yaxshi, demak, natijaga erishishlaringizni tilab qolamiz. Xo'p, jonli efirda o'tirgan ishtirokchilarimizga barchalariga tashakkur deymiz.